Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Jasorat bilan birga xush keldinglar. Bugun o'tganki temamizning davomi, ya'ni hammamizning diqqati hozir Amerikalik saylovda. Chunki bu saylovning natijasi bizga emas, balki butun dunyoning taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki Amerikaliklar shunday deyotdi, bizning Uyg'urlarning ichidami oz bo'lmagan qarindoshlarimiz shu Turab akamiz yana 4 yil o'tirib bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlarning taqdirida balkim cho'ng bir o'zgarish bo'ladi degan umidda. Unda bo'lsa bugun ko'rimiz, bugun ekranga yana ikki qarindoshimizni aytib qoldik. Birisi Germaniyadan Abdurahimjon, yana birisi Amerikadan Umid Uyg'ur. Bugun avvela o'tirib tushunmanki, bu ishga avvela shu yaqin oyog'i bu saylov masalan 11-oyning 3-i bo'lgandi. Bir aydan eshitdi, ammo natijasi chiqqani yo'q. Burungi saylovda mening bilishimda әдісі шықмысы мұ, бір әптегіше нәтижесі шыққан. Ama bu qatam demişqa bir aydan artıq sürülüb ketdi degan natija chiqqani yo'q. Albatta, ba'zilar uch-qo'shqar da'vatida natija chiqib bo'ldi. Ya'ni Trump ketdi, Biden keldi. Bundan keyin Biden prezidentligidagi bu Amerika hukumatiniki siyosatlar qanday bo'ldi degan temalar o'tib bo'ldi. Ammo men unda qaramadim, chunki Amerikada bir oxirgi bir ovozni anglaganimiz yo'q. Ya'ni bu hozir qonuniy ishlar yo'lida ketyapti. Bu qonuniy arz ishlarining natijasi qanday bo'ldi deb aniq bilmaymiz. Şoň bugun maşki yağınımda aldı bilen salam berdi, salam berişini xatırına keçirse. Assalamu alaykum Abdurahimjon, assalamu alaykum Umid. Yaxshi salomat turibsizlarmi? Assalamu alaykum. Ovoz yo'qmi? Bu qanday gapdi? To'xtab turinglar. Ben nemin ovozi bu yerda? Abi ovoz qotdi. Trees, tamam. Mekdeki. Hazır mı ovoz yo'qmi? Ya endi keldi. Ha, tamam. Assalomu alaykum ag'inda. Baya men maqsadni qisqa bir deb o'tdim. Bugun sizlar bilan shu Amerika saylov to'g'risida o'zimizning o'ylaganlarini bir ko'pchiliklar o'rtoqlashmoqchi. Buningda baya gapimni anglamabsizlar, ammo qarindoshlarimizga bir aql deb o'tdim. Ba'zilar bu ishning natijasi bo'lib bo'ldi deyotdi. Ya'ni shu nimaning yengini yengan bo'ldi. Bidenning yengini yengan bo'ldi. Endi bundan keyingi bizga bo'lgan ta'sir qanday bo'ldimi? Bidenniki prezidentligidagi bu Amerika hukumatining siyosatlari degan nuqta o'tgan bo'lsa, yana bir qism qarindoshlarimiz bu saylov tugagani yo'q. Chunki hozir da'vo ishlari ketyapti Amerikada. Ishonamanki sizlarni menga o'xshash kundaligidek shu xabarlarni ko'rib analiz qilib qo'yatsizlar. Oldi bilan men gapni uzatmay, chiqinglarniki shu yaqindan buyon shu Amerika saylov haqidagi kuzatishinglarni ham his qilganlarni qisqacha bir anglab o'tgan bo'lsa qoldi bilan. Alaykum assalom. Jasorat, rahmat senga bu programmani o'rinlashtirib bizni suhbatga qatnashtirganliging uchun rahmat aytaman.
Ekran aldidagi barliq qarindoshlar, akşamlarınız xayrli olsun. Endi oldin qatimqi suhbatda shu Amerikaniki mush qatimqi saylama to'g'riliq keng ko'lamli to'xtalgandik. Endi hozirgachilik bu saylamniki natijasi haqiqatan e'lon qilinmadi. Demokratik partiyaning Amerika Demokratik partiyasining qo'llovchilari va o partiyani qo'llaydigan nurg'unlagan tashviqot media vositalari Joe Biden, ya'ni Demokratik partiya saylamda g'alaba qildi. Cumhuriyetçiler mağlup oldu deb uni ko'p qatim ta'kidlab e'lon qilyapti. Hozirgacha shundoq davronni sep kelyapti. Men asos bu vaqtda shu Germaniya tashviqotlariga qarayman. Mayaqni yog'i o tashviqotlarga ancha qarab ketmadim, chunki bular Demokratchilar partiyasini bakrak qo'llaydi Germaniya. Amerika Demokratchilar partiyasini bak qo'llaydi. Ham bu 4 yillik Trump hukumatiningki Germaniyaga va Yevropaga bo'lgan pozitsiyasimi toza bularning kutgandek bo'lmadi. Bir yoqdan Xitoyga qattiq qo'llik qilishi Donald Trumpningki. Yana bir yoqdan Yevropa davlatlariga tamujni bejini o'stirish prinsiplarini tanganlikdan bu Yevropa davlatlari Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlarida keyinga chekindi. Ondan keyin yana bir tarafdan bu Yevropaningki Amerikaga import eksport qiladigan mallarga boj o'stirish prinsipi bularga haqiqatan eg'ir kelib, shuning bilan bu Donald Trumpning iloji bo'lsa hokimiyat beshdan tushib ketsa, Cumhuriyetçiler partiyasi mag'lub bo'lsa, bizningki iqtisodiy ishlarimiz normallashdi deydigan mundaq bir orzuda. Unda o'g'andan keyin bu albatta Amerikada bo'layotgan bu saylamningki hozirgi kundalik vaziyatlarni o'zi tuzib qo'ygan, o'zi orzu qilgan bir xil uslub bo'yicha tashviqot qiladi bular. Shuning uchun Germaniya axborotlari hech qanday bir yangilik natija e'lon qilmaydi. Ama tunugunki Georgiya shtatida Donald Trumpningki kunlikka chiqish vaziyatini bularning o'zi yaxshi, ijobiy bir so'z bilan ifodalamay, Donald Trumpning o'zi yangiliklarga tan bermasdan Georgiya shtatiga berib, saylamda bu yangi tunji qatim o'zini ko'rsatmasaniga chiqib deb ashunda bir xabar ishlabdi. Shunchalik kerak hozirgi ma'lumotim. Rahmat, Ümit hamda shu saylam bo'layotgan yangi markazi bo'lgan ekan, Ümit qarindoshimiz fikrini bir anglaylik aldigan. Rahmat qarindosh. Assalomu alaykum. Bütün ekran aldagi qarindoshlar, minglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum Jasorat Abdurumjon, sizlar yaxshi turibsizlar inshaalloh. Hamda so'zningki meg'iziga kelsak, Abdurumjon deb o'tib ketgandek, hozir Amerikada texi qonunluq holda Amerika Saylam Komitetininki Joe Biden'ni ya falanchi utdi deb e'lon qilgani yo'q haqiqatan. Shuning uchun bu bir demokratik bir davlatda qonun amridan ustun hammamizga ma'lum. Boy Jasorat sen deb o'tib ketgandek bu 1-oyning 20sigacha yana nimalar bo'ladi? Bu 20 kun Bunda aytganchaqda hozir 1 oydan oshiq vaqt bor. Bu jarayonda bu xeyli uzun vaqt amaliyotda. Ba'zi o'zinglar bilasizlar bir davlatning ichida 1 kunning hatto 1 haftaning ichida hamma narsa ostin ustin bo'lib ketish ehtimoli bor. Ham shuning uchun bu hozirgi ahvolda Bidenni utdi deb bek davron sep ketish yoki bo'lmasa Trumpni futtiribdi deb Trumpni inkor qilib o'tish o'zimi bir ahmoqonlik deb o'ylayman. Yani bu biz yana bir masalani yana bir tarafdan qaraganimizda biz Uyg'ur, masalan shaxsan men Amerika grajdani bo'lsammi, biz hamma narsani o'ylagan vaqtimizda Uyg'ur bo'lish, Sharq Turkistonlik bo'lish burchimizdan shu nuqtai nazardan qaraymiz ekan. U aniq. Unda bo'lgandan keyin bizga nima foydali? Bizga nima foydasi bo'ladi? Bizga nima ziyonli deganni o'ylagan vaqtimizda hozir Trumpni
küttürüp etdi depla bu Trump'ni bıraklalık inkar kılıp unutup ama tehi kanunluk halda saylanganlığı ilan kılınmagan Biden'ın ağısından kapıla şapıla onunki tapallarını yalap onunla hoşamet kılıp ketişme bu bir ahmaqanlık hem de bir Şarkı Türkistanlık Uygur oluş salayetimiz bilen. Hem de hazır bay deginimdek hem nesiga tehi baldur. Birinci ayının 20'sigacha, birinci ayının 19. kunlarigacha bu nimalar oldu tehi. Hem de hazır Bay Abdurrahimjonning degindek hakikaten medya asası major media deb qo'yimizga asosliq media tashviqot o'rinlari hem Trump'ninki Biden'ninki yuqori nomer ip ketishi hakikaten bu saylam natijasidan kelib chiqdimi degan chog'da bu qonun jihatdan aniqlanyotidi, surishti qilinyotidi hozirgacha nurg'un qalayimqanchiliklarning bo'lganligi aniq. Amerika xalqi buni ko'ryotidi. Masalan, sanduqlarga oldin ola o'y qo'llanib bo'lgan Biden'ning ismini yozib bo'lgan o'ylarning akilib qo'shilib sanalganliklari bumi hamda o'tirg'i chiqayotgan masalalardan birisi. Hem bunu qonun belgilaydigan ishlar. Buningga biz bir oddiy bir Amerika fuqarosi bo'lish, ham bir tarafdan Uyg'ur bo'lish nemimiz bilan biz buningga bek ichiga kirib ketib, ya Bidenchi ya Trumpchi bo'lib ketishimiz bu mencha bizning manfaatimizga uyg'un keladigan narsalar emas. Biz nerede bo'laylik, qaysi davlatning grajdani bo'laylik, u qaysi davlat, masalan biz Amerikada bo'lganligimizdan, Amerika grajdani bo'lganligimizdan Amerika grajdanlik burchimizni ado qilib oy qo'llandik. Shaxsan men ochiq oshkora e'lon qilmay, men Trumpga oy qo'llandim oila bo'yicha. Biz Trumpga oy qo'llandik. Nima uchun degan chog'da o'tganda bir deb o'tib ketganimizdek Trumpninki mush oxir o'zininki 4 yillik prezidentlik jarayonida Trumpning qo'lga keltirgan natijalari, Amerika xalqiga uchun qilgan xizmatlari va shundaqla Xitoyga bu tutgan pozitsiyasidan bu yerda men Trumpninki o'ziga shaxsiyatiga Trumpga amroqligimdan yo bu Trumpning butun qilgan ishlariga qoyil bo'lib ketganligimdan masalan mening oila bo'yicha bir Trump oy verganimiz yo'q. Ama nima uchun berdik degan chog'da dushmanimning dushmani mening do'stim. To'g'ri. Prinsipi bilan. Chunki Xitoyga Amerika tarixida, yaqinqi zamon tarixida bu Trumpchilik Xitoyga zarba bergan bir prezident yo'q. Bizning g'albimiz nima bo'ladi degan chog'da kim Xitoyga zarba beralisa, ba'zi shu bizning do'stimiz bo'lishi kerak deb qarayman. Shuning uchun Trumpninki hozirgi saylamdan texi natija ya u yoq bu yoq bo'lmayla ma'vu hamda hozir Bidenni ba'zi bu Amerikada Chayden deydiganlar bor hamda men Chayden deydiganlardan biri. Hamda bu Mr. Chaydenni tabriklab, guldirg'alab, uningga degan hozirdilli prezident bo'lganligingizni tabriklayman deyish o'zi bir ahmoqonlik. Nimishga deganda Amerika xalqimi texi uni to'liq qilib prezident deb e'lon qilinmadi Amerikada. Uni faqat kim e'lon qilyotdi degan chog'da Boy Abdurrahimjon degandek media Trumpga qarshi media. Endi bu medianing oqisida kim bor degan savolni so'rsak, bunun nurg'un paketlar bor. Bu yerda nurg'un mediani hozir yoshurun xarakterlik, ya'ni ba'zilarini ochiq oshkora, ba'zilarini yoshurun xarakterli Xitoy iqtisodi bilan kontrol qilib olganligi aniq hozir. To'g'ri. Xitoy buni iqtisod orqali orqadan Amerikadagi ba'zi shirkatlar bilan sherik bo'lish, Amerikadagi shirkatlarga mablag' silish orqali shu shirkatlarni Amerikaning mediasini setib olgan dalillar nurg'un bu yerda. Hatto xabaringlar bor, Xitoy o'zininki radio televiziya sistemlarini Meksikaga kelib qurib, Xitoyning tashviqotini qilayotganlik nimalar bor? Masalan, Kaliforniya taraflarga, Texas, Kaliforniya, Arizona taraflarga, Meksika, Amerika chegarasiga yaqin yerlarga Xitoy radio televiziyalarini qurib, ashada tashviqot qilayotganlari bor masalan. Shuning uchun bu yerda medianing oqisiga ergishib ketish hech qanday analiz qilmay turiblar, media nima desa voy shu deb Biden cho'p ketishmi? Bunday aytgan chog'da bu
taze qamlashmagan ish deb qarayman bizning Uyg'urlar uchun. Endi biz Uyg'urlarga yig'ishtirib aytgan chog'da biz qanday bir pozitsiya tutishimiz kerak degan masalada men o'zim buningda jiq oila uchun biz endi do'st birodarlar bilan analiz qilishimiz odatda o'tirib biz mesela şahsen ben cumhuriyetçim emas, demokratçım emas. Bu yerda independent öz aldığa deydigan oy qo'llanish nima bor? Mesela ben independent oy qo'llandim. Bu da çünkü biz partiye, hech qaysi partiyaga tava emas biz. Bo'lmasligimiz kerak. Nima uchun degan chog'da bir kuni qo'pib Cumhuriyetçiler bizning Sharq Turkistonning Uyg'urlarning manfaatiga ziyonli ish qilib qolsa degan narsa o'ylashimiz kerak. Chunki birnim degan olmaydi. Masalan men Uyg'urlar buningki ziynini tatgan xalq biz. Bir partiyachi bo'lib ketishninki. Biz ideologiyaning orqasida bir partiya ideologiyasining orqasida qo'llashimiz bizning Sharq Turkiston Uyg'urlarning umumiy manfaatiga ziyon nurg'un beshimizdan tajriba savoq kechirgan oxirgi jumhuriyatimizningki manda aytgan chog'da mag'lubiyatga uchrab yana Xitoyning qo'liga kirib ketishiningki eng cho'ng sabablardan birisi kommunizm ideologiyasiga ishinib ketganligining sababi. Agar ashada mustaqillik ideologiyamiz, mustaqillik irodamiz kuchli bo'lgan bo'lsa, davlat manfaatini birinchi o'ringa qo'yilgan bo'lsa, u yerda Urumchiga bir kun qolgan yerda u yerda urush to'xtamagan bo'ladi. Endi bu jarayonga kirgim yo'q, ammo biz shu ideologiyaning yoki bir partiyaning bir partiya degan gap bir ideologiya bu yerda Amerikada. Masalan, demokratchilar ayrim, demokratchilar hisobda jumhuriyatchilar bilan davlat manfaatiga kelgan chog'da bularning birlashamaydigan hech narsa yo'q. Bir yaxshi tarafi yo'q. Bular umumiy davlat manfaatiga kelgan chog'da yana bir yerga kela oladi. Ammo ishki jihatda albatta ishki ideologiya bular. Endi eng qisqasi biz oxirgi jumhuriyatimizda o'tgan savalliklarni qo'yib turaylik. Bu Turkiyada o'tkazgan xatoliklarimiz uchun masalan biz qancha yillargacha MHPning orqasida yurdik Uyg'urlar. Shaxsan men o'zimni misol qilib beray. MHP'ninki yoshlar tashkiloti va Ulku Ocakları Genel Merkezi deydigan. Ulku Ocakları Genel Merkezi'de men rasmiy muntizim ishlaganman o'shada. Masalan, hozirgi shu millat vakillarining ichidan Atilla Kaya deb millat vakili bor. Shu Atilla Kaya bizning boshqonimiz shu joyda Ulku Ocaklarıning. Endi MHP'ning hozirgi yo'li ne ketib bordi degan chog'da Xitoy bilan appoq-chappoq bo'layotgan Erdo'g'on bilan birga ketib bordi. Manda misollarni o'ylagan vaqtimizda biz bunimizga yegan bir xalq. Biz bir davlatning partiyalarining orqasidan ergishib ketish vaqti kelgan chog'da ana hozir MHP'ning ahvoli ayon. Xitoy bilan eng appoq-chappoq Turkiya tarixidagi Xitoy bilan eng yuqori o'tgan bir hukumat hozirgisi. Bunda bunchilik yaqinlik bo'lib baxmagan Turkiya tarixida hozirgidek hozir ochiq oshkora Sharq Turkiston Uyg'ur degan bu o'zining qarindoshlarini inkor qilayotgan bir hukumat bilan birga bir sizoqda ketib bordi MHP'ninki davlat bog'chiligi. Endi biz agar Amerikadami, Germaniya bo'lsin, qaysi davlat bo'lsin, ashundoq partiyaning orqasiga ketib qolib qolsak, ana shu kunga qolamiz bir kuni. Shuning uchun mening deydigan yerim bu yerda biz partiyaning orqasidan emas, qaysi izm yo qaysi partiyachi, demokratchi, republikan u kim bo'lishidan qat'iy nazar Xitoyga bizning dushmanimiz kim o? Bu yerda bir nafrat bilan muhabbat iniq bo'lishi kerak-da bu yerda. Oldi bilan bizning maqsadimiz nima degan kelamiz. Bizning maqsadimiz mustaqillikmi, emasmi? degan kelgan chog'da men mustaqillik deydigan insonlar bizga o'xshash nima deyishimiz kerak desa, Xitoyning to'liq parchalanishini, hatto Hong Kongning, Tibetning, Tayvanning, Sharq Turkistonning mustaqilligini kim qo'llasa, mayli qaysi davlat yashasak yashayli, kim, hatto u partiya demokratchi bo'lsin, u partiya republikan bo'lsin, shularning ichidagi kim, ya'ni bu yerdagi masala bu. Bir inson demokratchi bo'lishi mumkin, bir inson republikan bo'lishi mumkin. Ammo u millat vakili, u siyosatchi ya shu davlatning shu grajdani u partiyaning a'zosi bo'lganligi uchun Xitoyni yaxshi ko'rmasligi mumkin.
o insani burçdan bolsunmu, insaniyetçiligidan bolsunmu, Xitayning bu Uyg'urlar qartayotgan zulmlarga, dunyoga bo'layotgan tahdidiga, Xitoyni dunyoga bir tahdid deb qaraydigan inson bo'lsa, demak bu inson to'g'ri yo'lda degan gap. Bu insan pulning orqasidan ketmedi, bu insan ma'lum manfaatning orqasidan ketmagan inson bo'ldi. Bu demak Xitoyni tunib yetdi. Dunyoning eng chong tahdidining nima ekanligini tunib yetgan inson biz taraf bo'ldi. Biz bilan o'xshash maydonda bo'ldi. Biz shuni tepishimiz kerak. To'g'ri. Hozircha gapim shunchalik bilan. Endi men bir narsani sizlardan deyishmoqchi bu yerda. Nima deganda Amerika desa, Amerikani berib o'zimizni ko'rib keldik, haqiqatan demokratiyaning nur chirg'i deymiz, yetakchisi, mashili, har xil atashlar bor. Ya'ni boshqa gapni qo'yib turaylik, o'zimizning millatimizning beshakayotgan shu taqdirlarniki, xalqarodagi muomala, uchrayotgan muomalalarga diqqat qilyapmiz izchil. Biz Yevropada yashaymiz, Abdurahimjon ishkimiz ham Yevropada asosan cho'ng umid qolmagan bir holatda. Ya'ni Amerika qataraq yaqib qo'ysa, biza pas chiqarib berdi. Bo'lmasa o'z oldiga garchi o'zlari diplomatiyasniki moddalarga yozib olgan bo'lsa-mu, chet ellar bilan munosabat qilganda inson haqlari ni asos qilib turib muomala qilamiz degan narsani yozib olgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bilan bo'lgan munosabatga kelganda ko'pinchisining tizib ekanligini ko'ryapmiz. Aslida masala oddiysi Yevropaning beshib olgan Germaniya, Fransiyalarniki hozir moddiy manfaat. Ya'ni tijoratdan keladigan manfaatni ko'zlabla Xitoyga dadil gap qilmayotganligini xeli bo'ldi ko'rib qolyapmiz. Ammo Amerika bizning umidimizni yerda qo'ymagandi. Ya'ni hozirgacha ochiq oshkor holda Uyg'urni keng ko'lamlik bostirish, bu xato, hatto shu genocide, milliy qirg'inchilik degan gapnimi bular og'zidan chiqadi. Garchi rasmiy e'lon qilmagan bo'lsa-mu, uni o'ylashayotganligini chiqadi. Ba'zilar dedi, ba'zi parlament a'zolari, ba'zi hukumat arboblari dedi, ammo hukumatning ovozidan chiqmagan bo'lsa-mu, Amerikadan shu sadolar keldi, ham Uyg'urga izchil ilgi chiqyotdi. Ya'ni masalan, davlat parlamentda Uyg'ur qonuni tasdiqlandi. Undan boshqa ham bir qonun tasdiqlandi, ham Pompeo masalan tashqi ishlar ministri Amerikaniki xuddi bizning Uyg'ur faoliyatchilariniki liderliklar faoliyat qilib o'tdi. Nega bo'lsa Uyg'urning gapini qilib hatto Vatikanga beribmi diniy erkinlikni hamda o'zining jini deb biladigan pop bilan ko'rishgandimi, u pop Xitoy bilan bo'lgan ishkillik to'xtamini uzatdi. Ya'ni Xitoy bilan shunday bir kelishim borkan, nurg'un xristianlar qarshi bunga. Shuni uzatishning xato ekanligini berib Pompeo dedi ashadi. Chunki bu diniy erkinlikning eng chong dushmani Xitoy deb turib dedi. Mushu darajada ega chiqayotgan bir Amerika bizga albatta Amerikaningki mushu siyosatining izchil yana davom qilishini umid qilamiz. Chunki hozirgi mushu siyosatni yo'l qo'yayotgan mushu Trump akamizning hukumati. Baya Umid Chayden deb atadi Baydenni. Nimishqa Chayden deydi deganda bu Baydenniki Xitoyga bo'lgan mehr muhabbati sabablik. Oddisi deyli, ma'u baya Umid biroq tushuntirib o'tdi. Buni oxirgi hisobda Amerikada Biden yangi prezident bo'ldi degan bir aniq javob yo'q hozir. Ammo kim buni chiqarib qo'ydi, bu saylandi deganda media, ya'ni CNN, ABC, NBC ga o'xshash, New York Times ga o'xshash cho'ng medialar azaldan 4 yilning yog'im shu Trump haqqimiz bilan dushmanlashib kelgachga oshular yangi deb g'ulg'ul qilib, chunki xalq kunda televizorni olsa, gazetni olsa, o'qisa, hammamiz shu xabar bo'lganda yengibdi degan hukmga kelib qolg'ashqa butun dunyoga masalan Yevropadagi BBC, Reuters agentligi, Germaniyaning DV degan kanallar hammasi agashdi bularga. Agashiblar Trump yangi degan hukmni bagashga, nima Biden yangi degan hukmni bagashga Biden bo'lib ketdi. Amaliyotda unda bo'lgani yo'q. Ammo
Manga o'xshash. Balkim men sizlarga ashla dedinglar, sizlarga o'xshash. Shu Turab akamiz yana 4 yil o'tgan bo'lsa, hammadan muhimi bizning Uyg'urniki va da'vo ishlari g'oyat zo'r natijaga erishgan bo'ladi. Hatto bu kommunist Xitoy partiyasiniki gumron bo'lishiga sabab bo'lgan bo'ladi degan umid tug'ishqa Turab akamizning yana 4 yil o'tirib berishini alohida umid qilamiz. Asosli sabab shu. Endi o Biden degani chiqqandan keyinla bir qancha kabinet a'zolarini e'lon qilishga boshladi bu. Ya'ni tashqi ishlar ministri, ya'ni sayinish oldida turgan tashqi ishlar ministri, davlat mudofaa, anandan press, ya'ni shu media ishlariga mas'ul sekretari degandeklarni saylab chiqqanligini, nomzodni ko'rsatganligini dedi. Bu yerda bir misolni olib o'tsam, bu yerda o ekranga diqqat qilsanglar, bir ayol bu shu Biden'ninki ko'rsatgan nimasi mediaga mas'ul sekretari. Bunun ismining nimaligiga qiziqmadim men, ammo buning beshida kelgan quloqchiniki ustidagi o'g'oq belgilik 5 var, ya'ni kommunistlarning belgisini ko'ringlar qarindoshlar. Bu bir tipik misali. Ya'ni Biden tanlagan kabinet a'zolari, muhim kabinet a'zolarining biri kommunistparast. Onun tanlagan tashqi ishlar ministri bilmaydi, ismiga qiziqmadim. U yaqinda diqqat qilsanglar, shu Biden'ninki o'g'liniki satchiligi oshkorlangandan keyin Biden'ning o'g'liniki Xitoydan pul elib, bir fond qurib, shirkatlarga aralashib, nurg'un pul olganligi Xitoydan. Mush ishlashgandan keyin Biden'ning o'g'li mushu hozir Biden ko'rsatgan tashqi ishlar ministri nomzodi deganning oldiga berib, ayni vaqtda hukumatda amaldorkan tuqib. Yordam so'raganda u yordam qilib, bu jinoyatlarni yapgan odam. Ya'ni uningmi Xitoy bilan mushtaq yaqinligi aniq. Mushunda holatda endi umid sen Amerikada yashayotsan, men bir narsani tushunmadim. Ben Amerika'ya berib sizlarniki shu parlament a'zolarining binosiga kirganda hayron qolgan. Ba'zilari welcome deb yozib qo'ysa, ishkiga uni nashqatim dedim men. Parlament a'zosi welcome deb yozib qo'ygan bo'lsa, u vaqtim bor deganiga, ya'ni oldin appointment elib kelmasanmi, muhim ish bo'lsa ishga chekib kirib, assalomu alaykum deb bundaq derdim bor deb anglasam bo'ladi ekan masalanda. Bunda o biz bilan birga kirgan Fransiyalik bir odam borda oynab og'zi yechib qolgan. Xudoyim biz demokratiyaning bushiri deb yuribdik. Asli demokratiya Amerikadagi deb o'sha og'zi yechib qolgan. Mushundaq demokratiya davlatda masalan o Turab akamiz hozir qonuniy arizab berib o'tdi-ku. Sizlar diqqat qildinglarmi, shu nurg'un isbotlarni ko'rsatdi. Masalan, birdanchi shtatda isbot ko'rsatish yig'ini o'tkazdi, naq maydonda ko'rsatdi. Uningda ko'rsatgan isbotlarni men ko'rib hayron qoldim. Shu qadar nimalar bo'pti, ya'ni soxtapazlik, ko'z bo'yamchilik bo'pti biletlarni tashlash jarayonida, biletni sanash jarayonida. Ammo mening hayron qolgan yerim Amerikada mushunchalar isbotlarni ko'rib, men voy Allah bu ish isbotlanib bo'pti-ku, bu qonunsizlik harakatlar ish. Mana pash bo'ldi dedim-yu, ammo mushu isbotlarni masalan Pensilvaniyadagi sotqa, Arizonadagi sotqa, hatto nimadagi Michigandagi sotlarga olib borganda, sotchilar uni ko'masga soldi. Ba'zilari u deloni qabul qilishni rad qildi, ba'zilari bular aniq isbot bo'la olmaydi dedi. Ya'ni mening kallamda o'tmagan yeri Amerikadagi bir mushundaq bir demokratik davlatda sotchi eng haqqoniyatchi odam bo'lish kerak. Ammo men ko'rib to'g'ri qolgan isbotlarni bu sotchi ko'rib, bu isbot bo'la olmaydi deb rad qilganligini sen qanday tushundirsan, Umid? Sen qanday tushundingsan Amerikada yashayotsan masalan? Men buni ikki xil tushunaman. Biri masalaninki
yüzeki yüzü, bizge ko'rinayotgan yüzü ve bizge ko'rinmagan yüzü deb qarayman. Masalan, biz asas jihatdan hozir nimani ko'ryapmiz degan chog'da bizga ko'z tilayotgan yüzini ko'ryapmiz. Bizga ko'z tilayotgan yüzü dunyoda hozir demokrasiya degan bu narsa bir dindek din desa hech kim qabul qilmaydigan bo'lganligi uchun, ammo demokrasiya deb bizga tunishtirilayotgan bir narsa bor. Biz hammamiz buni bilib bilmay bu demokrasiya degan bu tushunchani biz qabul qilib bo'ldik. Endi bu nihoyatda haqiqatan to'g'ri ijro qilinsa, haqiqatan go'zal bir sistema. Amerikada boya san deb o'tib ketgan shu parlamento raislari bilan hatta masalan o'zining shtatiningki millat vakillari bilan bevosita xat aloqa qila oladigan, u hatto shu millat vakillari sana bugun javob bermasmi, ertasi o'guni bir hafta 10 kun ichida javob beradi odatda. Ham majburiyat desak bo'ldi uni. Chunki shu shtatningki grajdani shu sening to'layotgan bejing bilan seni qo'g'dayman deb millat vakili bo'lganligi uchun bu Amerikada boj to'lagan odam hammadan kuchli hisoblanadi hisobda. Bu grajdonlik bir nima deymiz seninki imtiyozlaring shu xat yozsang ko'rishmaysan ko'rishidi. Bu bizga ko'rsatilayotgan demokrasiya hamda dunyoda Amerika haqiqatan demokratiyaninki ijro qilinishda eng esil, eng to'g'ri ijro qilgan va qilib kelayotgan bir davlat demokratiyani. Hamda media deb o'tib ketdik boya. Media kimning qo'lida degan chog'da pulvoning qo'lida. Ya'ni dunyoni so'rayotgan, dunyoni iqtisod bilan kontrol qilayotgan qanchalik kuch bo'lsa, bu balkim barmoq sanig'ichilik bir kuch. Biz bu to'g'riliq o'tganlarda nurg'un deb o'tib ketdik. Buning nurg'un dalil isbotlari bor deb kelsak, bu nihoyat bir ayrim bir tema. Masalan, dunyoda hozir dunyoni bir 150 oila boshqaradi deydi. Misol bularning beshida masalan Rothschildlar, undan keyin Rockefellerlar degandek dunyoning cho'ng boylari hamda. Bular qarasang dunyodagi paloni milliarder oila deb tunishtirganlarning oralariga bularning ismi bormi desang, hech qaysining yo'q. Dunyoda kimni eng cho'ng boy deb ko'rsatib qo'ydi desang, Bill Gatesni yoki bo'lmasa Elon Musk masalan Tesla'ningki xo'jaylari degandeklarni ko'rsatdi. Ammo shularni shunchalik boylikqa erishtirayotgan, shularning shundoq dunyoning birinchi, ikkinchi boylari bo'lishga salohiyat qozondirayotgan, ularning ustida yana bir guruh bor dunyoda. Biz buni ko'rmay turib, agar shu oqidagi pardaning oqisidagi shu dunyoni monopol qilayotgan oilalarni shu bir kuchni ko'rmay turib, biz bu demokrasiyaninki ishlashini tushunmaymiz agar shuni ko'rmasak. Shuning uchun masalaninki yuzaki yuzi bilan oqidagi sahna parda oqisidagi yuzini ikkisini tang tushungan vaqtida biz dunyoni to'g'ri tushuna olamiz va Sharq Turkiston Uyg'ur masalasida bizning to'g'ri qarorlarni ola olamiz deb qarayman. Bizning hozirgi nurg'un xatoliklarimiz nereden kelyapti hozirgacha degan vaqtida shu dunyodagi pardaning oqisi va pardaninki ko'z tilga yuzini ikkisini tang qaramay, bizga ko'z tilayotgan yuziga qarab media nima deb bersa, biz ashining ishini boyaqidek ana shu uchuq oshkora peshonasiga kommunizmning belgisini taqib olganlarni huquq beshiga akasa ashining bilan appoq-chappoq o'talaymiz. O'talaydigan bir xato yo'lga kirib ketamiz. Masalan, boyman deb o'tib ketgan masalaning yana bir azroq ostini sizlab o'tib ketay. Masalan, bizda bir xato narsa bor. Misol Nancy Pelosi desang, Nancy Pelosi'ninki Uyg'urlarga ziyni bormi degan chaqda, Uyg'urlarga hozirgacha foydasi bo'ldimi degan chaqda nurg'un foydalari bo'lgan ayol. Ziyni bu cho'ng bir ziyinimi deb bu Nancy Pelosi degan ayolninki. Ama bular hech qachon Xitoyning parchalanishini xohlamaydi. Masalan, Demokratik partiyadagilarning ba'zilari Xitoyga shunchalik o'ch bo'lishi mumkin. Hatto nafrat qilishi mumkin. Ama umumiy bularninki shu Demokrat partiyasininki ichida huquq tutib olganlarning ko'pinchisining orzusini bilib yazsang,
bularning arzusi Xitoyning demokratik sistemga o'tishini ham xohlaydi, xolos. Ashada to'xtab qoldi, bo'ldi. Xitoy demokratik sistemga o'tsa, bularning oqistiki iqtisodiy kuch nimani xohlaydi hamda demokratik partiyaliklarning oqistiki iqtisodiy kuch. Pul olmay turib hech nima mangmaydi hamda. Partiya mangmaydi, hech nima mangmaydi iqtisod bo'lmasa. Bularning oqistiki iqtisodiy kuch, Amerika bütün siyasi lobbychilik qilmaydigan bir davlat. Lobbychilik degan gap pul olmaydi degan gap hamda. O'tgani bir deb o'tib ketgan to'q, lobbychilik degan ilmiylashtirib aytgan chog'da qonunlashtirilgan AQSh ekanda. Poraxo'rlik. Qonunlashtirilgan poraxo'rlik bilan mangdigan bir demokrasiya bu. Hamda unda bo'lgandan keyin shuning uchun advokat pul topadigan davlat ma'vo. Shuningga hamda bu yerda deb kelsak nima desa, shu bizga demokratchilarningki arzusi faqatla Xitoyning demokratik sistemga o'tib, Xitoy bir erkin demokratik bir sistem bilan erkin tijorat sistemiga o'tsa, shu bozordan quruq qolmaslik. Hech qanday bir davlat, hamda uni deymiz, bundaymiz bir e'tirof qilmasa qilmaydi. Hech qanday bir davlat 1,5 milyar inson bir bozordan quruq qolg'isi kelmaydi. Ammo Amerikaningki haqiqiy davlat manfaatini o'ylayotganlar, masalan, Amerikaningki bo'libmi shu 4 yil jarayonida biz ko'rgan Trump administration deb qo'yamiz-ku, Trump hukumatidagilarning bo'libmi askarning ichidagi ba'zi qism askariy kesimliklarning o'ylaydigan nima degan chog'da Xitoyningki Amerikadan ustun bir darajaga kuchga ega bo'lishini cheklash. Endi boya deganimizdek demokratchilarning beshini tutayotganlar Xitoy demokratik sistemga o'tsa, bo'ldi, bularning arzusi shu. Undan o'tasi xohlamaydi. Endi biz nima demoqchi degan chog'da shu o'rtadagi farq Uyg'urlarning ashada ayrilyapti. Uyg'urlarningki demokratchilarning oqisdan voy Nancy apam, Nancy mumam, voy u bu deb oqisdan yalab sepab ketib qolganlarning, chunki ashularning arzusimi Xitoy bir demokratiyaga sistemga o'tsa va yoki Uyg'urlarga o'tganda biz degandek oz to'la bir yuchiq beriblar. Shu 2016-yilning oldidagi bir vaziyat bor-ku, Uyg'urlar nayt erkin bu yashagan, tijoratlar rivojlanib ketgan, chet elga chiqishlar degan ichib o'tilgan, Uyg'urlarning bolalari degan chet ellarga o'qishlarga chiqarilayotgan, ashundaq bir sharoitni ekapla Uyg'urlarga yana qaytadan demokratiyani asliga keltirdik deb Xitoy Uyg'urlarga oz to'la bir erkinlikni oz to'la berib qo'ysa, shuningga rozi o'tishga rozi bo'layotgan Uyg'urlar bilan yo'q, biz bu kechirmaymiz bu irqiy qirg'inchilikni. Bizni hozirgacha irqiy qirg'inchilik har 10 yilda bir qitim bizni ezib, qirib, o'ltirib kelyapsa, mavu oxirgi qisi bu da biz seni kechirmaymiz. Biz ta mustaqil bo'lguncha biz seni qo'g'lab chiqarguncha biz bu davoni davom qilamiz deganlar bilan o'ttirsidagi farq mana bu. Endi bu yerda nima uchun demokratchilarningki Xitoy bilan appoq-chappoq bo'lganligini bilib turib Nancy mumam, apam, cho'ng apam deb oqisdan yurdi. Nima uchun shu insonlar 4 yil Xitoyni cho'ktirish uchun xizmat qilgan Trumpni prezidentim Trump deb bir hurmatini qilmaydi degan savolga kelsak, shu Uyg'urlarning ichidagi qalbidagi arzumi, mustaqillik arzusi yo'q. Mustaqillik arzusi bo'lgan odam muhabbat bilan nafrat aydınlaşgan bo'lsa, Trump bilan bu Pompeo efendining, yani tashqi ishlar ministri ham ba'zi Uyg'urcha tashviqotlarda davlat sekretari deb e'lon qilinibdi. Bu xato tarjima amaliyotda, bu tashqi ishlar ministri amaliyotda huquq nimasidan deb aytsa, tashqi ishlar ministri Pompeo efendiga bütün Uyg'ur xalqi qalbida mustaqillik bo'lgan, qalbida shu irqiy qirg'inchilikqa norozi bo'layotgan, Xitoyga o'shmanlik bo'lgan har bir Uyg'urning o'sha prezident Trump bilan Pompeo efendi ikkisiga har qaysi Uyg'ur bir minnatdorligini bildirish burchimiz bor. Chunki bu 4 yil manda aytgan chaqda biz Uyg'urlarni
bizning bo'layotgan biz irqiy qirg'inchilik 2017 yildan boshlandimi amaliyotda hozir nurg'un xato ba'zi o'zimiz xato gapni qilib ko'ryapmiz uyg'urlarcha irqiy qirg'inchilik 2000 lagerlardan boshlandi unda emas ishg'ol qilingan kundan tortib boshlandi bu qirg'inchilik bu Gomindan vaqtida mı battı bu irqiy qirg'inchilik hozir mi bor bizda Gomindan o'tganda o'tgan xatolashmasam o'rkash apandi deyman nimadan biz Mo'ng'ullar bu vaqtida ular bilan ayt yaxshi to'xtab taqib so'zlab yo'q bu Mo'ng'ullar bo'lgan vaqtidami Manchular bo'lgan vaqtidami bunda irqiy qirg'inchiliklar bo'lgan bu ishg'oliyat bo'lgan yerda irqiy qirg'inchilik bo'ludi ammo mavi haqiqiy bir irqiy qirg'inchilik burunqilari yo'shirinib kelgan hozirgisini yo'shiranmidi Xitoy xudo qilsin yo'shirishga urindi yo'shiranmay qoldi endi demak biz kechirib o'tamdik bu irqiy qirg'inchilikni agar bizningki uyg'urlarning vaziyatini ozroq yaxshilab bir imtiyozlarni berib qo'ysa demak yo'q shuningga ha deydiganlar shuni bizga oz to'la bir erkinlik berversa bo'ladi biz erkin yashab ketsak bo'ladi deganni og'ziga chiqaramayotganlar abaqidek insonlarning orqasidan mangadi biz bütün Uyg'urlarning bir majburiyatimiz amaliyotda mush Pompeo asamni deb o'tib ketdim bir Uyg'urlarningki lideridek xizmat qilib mangdi Pompeo deb haqiqatan qaysi bir tashkilot raisimiz Pompeochilik xizmat qila oldi Pompeoning og'zidan chiqqan Uyg'urlarning qo'llash Pompeoning qilgan harakatlarini bütün bizning tashkilotlarning hammani qo'shib bersang unchalik kuchga ega emas tabii bunun için hemimizin burcu bir yerde biz Prezident Trump bilen Pompeo efendininki Uygur meselesi kösetken töhbelerge. Hem de hazır yılıyla apıla şapıla bu Prezident birinci ayının 20'si Prezident bu Trump hazırlıkça kanun icattı. Onda oğandı ki bu yılıyla kanunluk halda Çaydın efendinin bu prezidentliğini e'lon qilmay turib uningga tabrik xatlar yozib ketish uni u maqtab uchirib bizning prezidentimiz deb ketishlar bu bunday aytgan chog'da nonko'rlik nonko'rlik prezident Trumpga va Pompeoga qilingan haqorat nonko'rlik Abdurrahimjon Ümit Nayt'ı yaxşı düşündürüp verdi. O saylamdaki saylam gün tertiplerini manipol kılıp eliş, milletinin özünü manipol kılış, kanunsuzluk, cinayi işler şekillendirgen bu işlerini sotqa elip bağsa, sotun özü onun gayet pervasız karı dedim o anda şu andaki peşine. Bir qancha shtat yerlik sotning o'zi bu deyloni tutmadi, tekshirmadi, hatto rad qilib nima qildi. Shunda demokratik bir davlat turib, uningga nima ish bundoq muomala qildi. Demokratik davlatda sot texim mustaqildir. Demokratiyaningki eng ifodasini topadigan narsa siyosat emas, sot, qonun. Adliya, sot. Adliyaning bir taraf bo'lganligi demokratiyaning rasmiy ifodasi. Endi shundoq bo'lib, bu nemishqa bu saylam masalasidagi bunchalar bir adolatsizlik, jinoyat keladigan ishlarga to'g'ri pozitsiya bildirmaydi degan bu masalaga kelsak, onu Ümit Nayt'ı jipide jınlısı geçirmek yaxşı düşündürdü. Demokratiya diyen ama qara. Onun ma'lum ki amalga işe kuch ketilgan narsa. Donald Trump'ның öz vaqtida danlıq bir puldar kapitalist bo'lgandan keyin Amerikada o nurg'un taraflar bilan dushmanlashgan bir odam bu. Ben bu şu 2018-yili 2017-yili Donald Trump'ның o'zi prezident bo'lib, ekonomiga kirib uzun qolmayla birinchi yilgi Parijda o'tkazilgan 2015-yil klima shartnomasidan chekin. Şu vaqtga kelsak, men bu odamni aytdi, nima qaramaydim.
bu prezident buluşqa layiqli yo'q bir odam bo'lib qoldi. Meningcha bo'lsa, boş cemiyetinden çıkan bo'lsa, yaxshi bo'ladi deyman, o'zim shunday orzu qilgan. Dadı boş, balı boşlar çıkıp, andaki onadaki yeni bir boş çıksa, burunqi boşlarınki xatoliklarni yakunlab, yaxshi etmenish mumkin deydigan bir xil orzu bor menda. Bu boşlar başladılar, milqiy kandidatlikni tushib qilib, axir tash qilib kelib, bu naydi tarsa bir odam o'tirib chiqqandan keyin, ama bunun qarshısida Hillary Clinton bu qilganlikdan men ikkisinki tutib chiqmasligini orzu qilib ketgan. Har ikkisi bo'lmasa yaxshi bo'libdi. Boshqa bir kandidat chiqib qolsa degandek, shundan bir ham xiyolni orzu qilib ketgan o'zimcha. Ama bu odam chiqdi. Endi bu Hillary Clintonning chiqqanidan buning chiqqani yaxshi deb o'zim shu vaqtda ashuncha kerak tasalli qilib turgandim. Bu uzun qolmaydi, kelima. Bu 2015-yilda Paris kelima to'xtamnomasi, muhit asrash to'xtamnomasi. Bunun o'zi butunlay Xitoyning manfaatiga ma'qullangan narsa shu. Bu Xitoyni hozirgidan yana natijasi ortiq kuchlantiradigan bir xil Xitoyparast to'xtamnoma. Shuningga Obamaning o'zi shu vaqtda tashabbuskorlik bilan imzo qo'yib, tasdiqlagan. Buning o'zini bu Trumpning o'zi chiqib bekor qilyapti. Qilgandan keyin yaxshi odammi nima bu Xitoyga qarshi ish qildigan o'xshaydi deb dedim. Ondan keyin Xitoyga qarata savdo bejini o'stigul turgandan keyin shu vaqtda taziman tikilib turgan Xitoy bek yomon yiliga haqiqatlar Amerika'nın elayotgan payının ma'lum bir qismini baş hesabı topshirib qo'yib, bu yo'ldan, bu to'saqdan o'tib ketdi. Bu savdoga odamni Xitoyni keltirib oldi deydigan mundaq bir gumon etdim. Ama Xitoymi burunqidek xo'shlab egilib turib, undaq o'tgandan o'tgan yerdan o'tib ketdi-da, Xitoyga mush etib turib, yoqsin siqib turib, nima deysa, men xo'jakan deydigan manda ekipdi. Shunlashqa Xitoymi bo'sh kelmay, qattiq qo'lliq bilan raddiya qilgandan keyin Trumpning o'zi texmi qarshilashib, oxiriga kelib Uyg'urlarni qo'g'daydigan bu tarafga o'tgandan keyin, andan keyin bu odamga haqiqiy hurmatim eshib, men 2018-yildan boshlab nayt yaxshi bir prezident deb men qo'llab tutayotgan chig'imda pokkada buni o'raymiz deb endi hozir mushundaq ishlar bo'lyapti. Endi demoqchi bo'lganim bu o'yliqi o'z vaqtida shu butun tashviqot vositalari bilan qarshilashib ketgan odamga urib bog'lab yurib, mesela yolg'onchi, bu axborotning eng kozzab, sharafsiz haqlar deb nayt ig'ir kamsitgan. Andan keyin siyasetçilerin özünü közge ilmay, mundaq kamsitmagan bir adam bo'lganligi uchun bunday ko'p düşmanlashib ketgan, ham cho'ng bir Amerika kapital so'g'andan keyin bu qonunchilar bilan, adliya taraf bilan jiq buniki dushmanligi bo'lishi mumkin, shaxsiy taraflardan. Endi oxirgi kelgan chog'da demokratiyaning endi pul desa Donald Trump bor, kuch desa uning bor, bu sal mard odamga ayliqidek saxtipazlik bilan ish qilishni xohlamaydigan, ama ba'zan Uyg'ur medyatçılarınki bayan qilishicha Donald Trump shu prezident bo'lgan 4 yilning yog'i 2 milliard dollar ziyon tortganligini o'tirib qo'yapti. Balki o'zi tijoriy ishlardan ziyon tortgandi yoki shu Xitoyga zarba berman deb o'zining iqtisodini qurbon berib badal to'lab, balki shunchalik ziyonga uchirgandi. Qanday bir mard odamga, ama bu demokratiyaning ma'lum jihatdan birning ikkiga bo'linish prinsipi bo'yicha tushunsak, ma'lum jihatdan qo'l ichiga egiladi deganga o'xshash bir taraflari bo'lsa kerak. Biz demokratiyaning eng yuqorisi yerda yashayapmiz deymiz, ammo mushlarning o'zimi Germaniya, shu Fransiya, Yevropa davlatlarimi demokratiya, inson haqlari deb eng yuqori darajada bular ega chiqadi inson haqlariga. Qanday yerda ega chiqadi desa, Turkiyaga o'xshash, O'rta Sharqdagi aciz davlatlarga qaragan chog'da ularga buni besim qila oladi. Oddiy bir ishqa, hatto biror shaxsining o'zi ziyonkashlikka uchrab, shunday bir da'vo qilib qolsa Yevropa sudlariga yoki Yevropa davlatlariga bular alohida ega chiqib, u davlatlarni tanqid qiladi. Ammo Xitoyga kelgan chog'ning o'zida bularninki demokratiyasi nima bo'ldi degan chog'da paltining dastasiga mo'zay chiqib degan bir hikoya bo'lgan qozi xonniki
немесіге дәваға келген жағда бір дихан білән бір байның өзі дәвалышып келіп, диханның өзі қазиға бір найты кәскір бір палтыны ақшықып әкіпті. Шundan ulan болды мен сен дәварың сорап қоймайын деп тұрса, сот бұлдыған көнесі, ақшымесі, o ылқи байның өзі биданың мозайыны, топақны ақшықып әкіпті. Әтсіз сот болған чақта, бүтінлей дәва тіреп, ашы нақы оған бай тірепке қарап кету оғыдай пәті var, мұптелінің әмесі. Шunun ulan o dihan kopup, paltı kesmedi mi o deptike, şunun ulan paltının desti mozayı çıkıyordu. Deptike o kaza konum. Şunun ulan ümdep o dihan məqlub oğunu gıtan berip, şunun ulan yenilip tike. Şunun oxşaş, bularınki naydı iğir kesizgan demokratiya insan hakları, bu ülke demokratiyanınki bu prensipleri aciz devletlerge pek kesidu. Ama Xitayga kelgan chaqda ular qulog'ini yopirib o'tkitib, elik odatdagi medialni tashviqot, gazet bunda vositalarni ham chiqarib qo'yib, siyosatchilar asosida qulog'ini yopirib o'tib ketdi. Ondan keyin bularniki masalan Germaniyaning bosh ministri yoki tashqi ishlar ministri 2 yilda bir ketdim. Xitoyniki bu Uyg'urlarniki diniy erkinliklarni bo'g'ib ketishidan biz ansiraymiz degandek bir jumla deb qolsa, amlekin bizningki tashviqotchilarimiz buni ko'p turib degandan keyin mush erkin Osiyo tortib Turkiyadagi istiqlol televiziya xabarlariga o'xshab kuchdan davrini selib Germaniyaning bosh ministri Angela Merkel mundaq dedi, Xitoyga qarshi mundaq dedi deb keldi, oxir nima desa, andish qilamiz dedi deb xalos chiqib. Shunchalik endi bu yaninki biz yashayotgan yaninki demokratiyaga joriy qildirishi, shunchalik bo'lgandan keyin endi bularninki qonunlarninki qanchalik ijro qildiganligini bizmi bakmi bilib ketmaymiz. Endi men Myunxenda 2012-yil, 2014-yilgacha adam urgan bir jinoyatninki shakllarini bir qatim sotlab, tayoq yegan odam gunohkor bo'lib sotdan chiqib ketgan. Şu vaqtning o'zida shu cho'ng bir sotning o'zini yolg'on guvohlik berib, o'shaning o'zida demokratiyani aldab ketgan bular. Elqi taftish dilon tutgan taftishning o'zi rozi bo'lmay, bu ish aslida bundaq bo'lmasligi kerak deb bu ayrim diloni tutib, yoshron detektivlarni o'ttirg'ili selib, birma-birlab tekshirish orqali andan keyin diloni rasmiy turg'izib, lekin adolatni shu vaqtda yurgizgan. 2 yildan keyin jinoyatchilar oshkorlanib sotning oldida javobgarlikka tortilgan bir voqea Germaniyada yuz bergan Uyg'urlarning ichida. Endi qarasang endi demokratiya degan bilan uni ijro qilgan odam. Dinning o'zini Ümit Nayt yaxshi misol oldi. Dinning o'zimi Alloh nozil qilgan islom dini eng adil, adolat dini. Ammo uni ijro qilgan insan, musulmon insonlar bo'lg'achqa, bu insonlarning ichida tuman turli shaytondan beter insonlar bo'lg'achqa tashqi ko'rinishi noiti musulmon, o'lima, adil, qozi, ammo ichki jihatda ya'ni odamiylikdan iborat bir vasvasi bo'lganlikdan islom dinida bir muqaddas adil dinning o'zini soxta fatvo chiqarib, yolg'on fatvo chiqarib, o'zining manfaatiga qo'llanib 1400 yıldan buyan aşındaq davamlı şekil vardı. İslam'ın içindeki zalimlik, yani Müslüman devletlerdeki, Müslüman ellerdeki zalimlik, adaletsizlik, zulüm, muşulanın özü əsli o dinin adaletinin kelgan nəsilimiz şu dinni tutup menayotgan Müslümanlarınki icraatideki insonlik adolatsizligini tüpaylidan endi shundoq bo'ldi. Amerikaning demokratiyasi degan chaqdami ularninki endi albatta bunday savolliklari ma'lum bir ojizlik nuqtalari bo'lishi mumkin. Butun Amerikaniki mediani, mana shu Facebook, Twitterdan tortib hammasining o'zini Demokrat partiyasidagi ma'lum guruhlar idora qilishga hozir. Mana Facebookninki xo'jayini Zuckerberg'ning o'zini mush yaqinda surishtirib qilib etibdi. Men bu German axborotida uning ma'lum nimalarini o'qidim. 2 kun oyoq. O mushu birinchi Soros degan cho'ng bir qurol kapital
Şunun bilen münasebeti var ki, yeni bir tarafı Demokrat Partisi ile büyük bir bağlanışı var ki, o Facebook kurgucusunun. Yani Xotunuğu Xitay, onunki yeni Xitay desek buldu. Uçuk aşkarlı, bunu Xitay'ın işini kılıdı, devetsek mi artık ketmeye vurdu. Ama Donald Trump'ın özü Amerika tarixida bulupmu biz şu Amerika Xitay meselesini düşengidek boğan vaqtdan buyan Xitayga en ağır zarba bergen bir prezident boğaşqa şu Facebook'ni ibaret bu demokratiyani jariy qildırdıgan muşunda təşviqat vasitələrimi bu adamga qarşı pozisiyada turib hərəkət qılıb atıdı. Onun qaraganda Amerikadakı bir qancha shtatniki sotçularının halkның dəstəyə mozaik çıxıb qoydu degan o'xshash bir ishlar bo'lishi mumkin. Endi adolat sotchi adliya degan bilan demokratiyani joriy qildirib degan bilan ularning nurg'un ojizliklari bor. Olgan maoshi uning nafsiga ehtiyojiga baribir yetmaydi. Balkim millionlab AQSh kelib qolgandi. Balkim Trump mag'lub bo'lsa, uning o'rniga chiqadiganlar ularga texim yuqori bir mansablarni ijroqdan va'da qilgan yeri bo'lishi mumkin. Uni hamda har tarafdan albatta o'ylashga tegishlik. Abdurahimjonninki ma gapi nihoyatda muhim bir mazmunni o'tirib qo'yib qoldi. Ma sotchilarninki saylin. Bu yer sotchilarmi saylanda emasmi? Saylanda. Bir shtatlarning hatto rayonlarning o'sha sotchilarini saylaydigan bir saylam vaqti bo'ldi bu yerdami? Unda bo'lgandan keyin bu sotchilarning saylanish uchunmi o'zlarininki boy degandek lobbichiligini qildiganga iqtisod kerak. Uni qo'llaydiganlar bo'lish kerak. U qo'llaydiganlar o'zini men demokratchi, men jumhuriyatchi deb ko'rsatmaydi. U ben bay degandek qonunlashib ketgan AQSh yo'li bilan keldi bu lobbi degan narsa. Advokatlar yo'llari orqali rasmiy iyoni qilish yo'llari orqali kelgan bo'lganki butunlay qonunliq bir AQShlar bulardi. Endi masalan mushundaq bir cho'ng bir qo'llashlarga erishayotgan birisi demak bu yerda nurg'un suhbatlar, nurg'un kelishimlardan keyin o iqtisod yordamlar keldi degan gap. Bu sotchilarmi bu yerda boshqa davlatga o'xshash tayinlanmaydi bu yerda hamda. Hamda u oliy sudninki, davlat oliy sudning Supreme Courtlarning ularning boshliqlarini hamda prezident tayinlab uni nomzod ko'rsatib nimadan parlamentdan tasdiqdan o'tib bundaq o'tkani bo'lgan bilan undaq bir o'tganlar bo'lgan bilan amaliyotda rayonlik, shtatlik bundaq sotlarninki nimalarga rasmiy shu saylanib chiqish kerak emas bo'larmi? Demakki yana shu nimaga berib taqildi degan gapda iqtisodga berib taqildi demakki. Endi bugun bir narsani bir oydinlashtira olaylik. Nima deganda xalqimiz orasida garchi Turab akamizning yengishini umid qilsimi, ammo bir asosi bormidi? Ya'ni bir hozir arz qilibdi bu qonuniy asosi bormini ko'rsatgan isbotlarninki odamning qoyil qilarlik darajasi qanchalikdi degan narsani hamda men bu masalan shu naq maydonda nima ko'rdim, bir necha shtatda isbot berish yig'inini boshdan oxir ko'rdim. Ammo ko'pincha inglizcha bo'lg'achqa qarindoshlarimizning hammasi ko'rib ketgan bu natayin. Shu qarindoshlarimizning ko'nglida bir son bo'lishi uchun, ya'ni ko'rsatgan isbotlari nerdan nergacha yengib chiqish ehtimolimi qanchalikdir deganga bir ko'nglida bir son bo'lishi uchun men bir necha bular ko'rsatgan isbotni hozir ko'rsatib chiqaman. Men shaxsan ko'rgandan keyin men hayron bo'ldim, og'zim ishlab qoldi. Buni bugun programma ishlashimizning asosiy maqsadi ko'pchilikni amal bor, ko'proq uchur bilan ta'minlash, shu asosda ko'pchilikning o'zining qarorini berishiga yordam berish. Ya'ni Turab akamizning yangiligini aniq bo'lib qoldimi, Baydenning chiqimini aniq bo'lib qoldimi deganga javob tepishiga yordam berish. Bundan oldi bilan men bir ko'rsatadiganim bir ko'rinish borki, bugun shu nimada Fox News'da intervyu qilish jarayonida Giuliani'ni chiqarilgan bir videoga buni ko'raylik. Luckily the cameras were on, they didn't know it. And then they took ballots out hidden under a table all day.
And then they spent the rest of the night counting the secret ballots, and clearly secret, phony ballots, in which they excluded all Republicans, all Democrats, all law enforcement. And I think that ended up being about 148,000 to 7,000. 148,000 for Biden, 7,000 for Trump. So you get a pretty good idea of how they cheated. Bu yerda bu nima deyildi, men qisqacha tushuntirib o'tay. Bu ilqabay ko'rsatilgan ko'rinishda diqqat qilsanglar, bir qop-qora latta bilan yepilgan bir uzun shiraning ostidan ular 3 yo'g'on chamadonni ko'rib chiqib, buningda Rudy Giuliani, prezident Trumpningki advokati nima tushuntirdi deganda, bular shu bir nimada Georgia shtatida bo'lgan ishga bu. Soat 10:20 atrofida bu yerda bir seriq chashliq bir qora tanlik ayol bor. Bu shu maydonni boshqaruvchiga, ya'ni bela sanash maydonini boshqaruvchiga. Bu hozir ishdan tushirgan vaqt oldi, hammanglar ketinglar deb, ya'ni u yerda nazoratchilar bor. Ya'ni ikki partiyaning nazoratchilari bor. Ham medianing odamlari bor ekanda, hamma odamni chiqarib o'tib, 4 odamni olib qoldi ekan. 4 odamni olib qilib, hamma odam chiqib ketgandan keyin, ammo birli yerda diqqat qilmagan yeri, kameraning ochiqligini esidan ko'tarilib qolibdi-da bu tinki. Hammasi chiqib ketgandan keyin u latini qayirib, shiraning ostiga yoshirilgan 3 cho'ng chamadon biletni elib, bular soat 10:20 dan atdigan soat 1 gacha mashinaga silib sanaydi ekan. Ya'ni hech qanday kuzatish, kontrol qilish bo'lmagan ahvol ostida yoshirib qo'yilgan, yo'g'on shiraning ostiga, pardaning ostiga yoshirib qo'yilgan 3 cho'ng chamadon biletni, ya'ni oldin to'sqizilgan biletni ochqib, hech kim yo'q. Ya'ni ishdan tushgan vaqtda atdigan soat 1 gacha sanaydi ekan. Andan keyin bular e'lon qilgan statistikaga qaraganda bir do'lqinsimon nimaga qaraganda dam shu vaqtda, ya'ni 2,5 soat vaqt ichida Trumpga berilgan bilet aran 7,000 mi 5,000 aşınçılık aşkan, ama Biden'a berilgan bilet ovoz 140 ming aşkan. Bu endi bular o'ylamagan demokratiyachilar bu videoning e'lon qilishining bu endi nihoyat kuchli isbot. Buningdan boshqa yana bir necha isbotni ko'rsatib o'taman. Ammo u yana bir videoda diqqat qilsanglar, avval ko'rib bo'lgandan keyin videoni anondan keyin qisqa tushuntirib o'taman buni. To represent Detroiters, except a couple of us in this room. I have emails from Detroiters. We've taken, what, 2 hours? What's your, did you have a question? I'm willing, please stop yelling. People in the audience, let me handle this. Representative, listen, we've had hearings in the past, as you know. We'll have more hearings. Today, we've invited Mr. Giuliani. And Mr. Giuliani has brought forward witnesses that he says have firsthand knowledge of fraud. That's what we are doing today. And if we want to find out if... Please let me finish. Yes. All right. So if you want to do other hearings, we're doing more hearings. But today we're here to hear from these people. So do you have a question for these witnesses? No, I have some concerns, right. Well, many concerns, and I want to just share with you out of order. What right? the concerns out of order. Do you have a point of order? I'm sorry? Do you have a point of order? Yes. What is your point of order? Point of order is to have them under oath. You're out of order. As I've said, this is something that is not done here in this state. It's really only... it may not be done under the state, but you're allowing people to come in here and lie, and I know they're lying. Representative, you're out of order. I've indulged you, but you're out of order, and we're going to move on. On behalf of my witnesses, I would like to point out that every single witness we've presented here has sworn an affidavit as to all of these facts. Bu yerda buni ko'rsatishimdagi sabab nima deganda, qarindoshlar, bu nimada Michigan shtatida isbot berish naq maydon yig'inida ko'rsatilgan ko'rinishga boyama aniq chechi yo'q qora xotin
ismi Johnson ki, C.A. Johnson. Bu şu Michigan ştatınınki parlament azası kende, ştatınınki parlament azası. Dikkat kısanlar şu naq meydanda guvaçılar guvalık berip atqanda bu xotununki to nima bolquni urib turib sen buzg'unchilik qilyapsan naq maydonga davatqini bu riyosetchi, parlament a'zosi. Bu riyosetchiniki nimasini necha qatim buzib o'tgan, gapini buzib vaqirab chaqirib u yerda bular hammasi yolg'on gap qotdi, isbotchilar bu yerda qasam usul bularning hammasi yolg'onchi deb vaqirab qarasanglar butun maydondagi odamlar hammasining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Bu bir ko'rinish. Undan boshqa yana bir mushu Michiganda bo'lib o'tgan bir ish. Buni bir ko'rsatib o'tay, andan keyin bunun nimagini qisqacha tushuntirib o'tgandan keyin gapimizga qaytib kelamiz. He said, nope, we were trained on the adjudication process, not the tabulation process. And I said, so you don't know what you're doing? And he said, nope. I said, great, that's just great. But why is it that we're not having more people come forward? I mean, it seems like if there was all this widespread fraud, that we'd have dozens and dozens of people. I'll tell you why. My life has been destroyed. My life has been completely destroyed because of this. I've lost family. I've lost friends. I've been threatened. My kids have been threatened. I've had to move. I've had to change my phone number. I've had to get rid of social media. Nobody wants to come forward. They're getting threatened. Their lives are getting ruined. I can't even get an actual job anymore. Bu ayol şu bayağı ko'rsatilgan qora xotin askilik qilgan maydonda isbot beruvchilarning birisiga bu nima deganda bu o'z ko'zi bilan ko'rgan ahvolni degan. Ya'ni shu bilas xonaqochilarniki bir necha masalan har qatimda 50 kun o'tkazdigan mashinaga. Shu mashinaga o'tkazilgan biletni qayta, ya'ni 50 kun o'tkazib bo'lgandan keyin uni akilib yana o'tkazib boshqa 10 qatimdek o'tkazganligini, ya'ni bir biletni 10 qatim sanaganligini isbot bergan. Andan keyin bu yerda bir savol so'rildi bu ayolga. Sen nimishqa jiq adam bu yerga isbot qilolmaydi? Jiq masalan biz anlaganimizda 1000 dek odam imzo etib xat yozib isbot beribdi, ammo bu yerga kelishga jur'at qilamidi deganda bu ayol dedi, men mishada isbot berayotganligim uchun mening hayotim vayron qilindi dedi. Bu ayol ishdan aydilibdi. Bu ayolniki balasi maktabdan aydilibdi. Ailesi vayron bo'libdi. Bu aniq dedi. Men mishada o'zim kelib isbot berayotganligim uchun mening oilam vayron bo'ldi dedi. Shuning uchun jiq adam qo'rqdi, naq maydonga kelolmadi. Amaliyotda mush maydonda 10 necha isbotchi bor. Ammo Rudy Giulianining qo'lida 1000 ga yaqin odamning isbotli xati bor, ya'ni imzoli xati bor, isbot bergan xati bor. Ammo o'zini ko'rsatmaganlar nihoyat ko'pga. Chunki bular tahdid ostida qolgan. Ya'ni ma ayolning o'zining beshida o'tgan deganda, masalan, ishdan haydalgan, oilasi vayron bo'lgan, balkim ajrashib ketgan bo'lishi mumkin. Bu sababdan bolammi tahdidga uchragan deydi. Bu mushta ahvollar bu bir qancha shtatda bir qancha odam o'z og'zi bilan dedi. Yana bir videoda ko'rdim, uni bilgan tepish programmidan bir isbotchi uyidan chiqib, sud isbot berish maydoniga mang'icha atdiganda uydan chiqishig'ila ishki mashina saqlab turibdi-ki. U ishki mashina etilibli keldi, Qur'onni batladi bu odamga. O'tni otdi. Bir necha atqicha bu odam chaqqan odamga yugurib uyiga qochib kirib oldi. Eliq o'qni atqichlar darhol badar tikibdi. Ya'ni mushu darajada hayoti tahdid ostida qolgan. Qarindoshlar. Hamda boyaqi birinchi misolda masalan, hamma odamni chiqarib o'tib, 4 odamni olib qilib, bu yo'g'on shiraning ostiga yo'shirib qo'yilgan chamdondagi oldin to'shqizilgan biletlarni qayta o'tkazib, bir kechda Bidenga berilgan ovoz 140 necha ming oshgan, Trumpga berilgan ovoz oralla 5000 yoki 7000 oshgan. Bunda isbot endi butun Amerikani titratdi-yu, ammo hayron qolgan yerim mushunchalar isbotni ko'rib turib, Amerika asli
qo'zg'olib ketish kerakdi. Bilamiz, Amerikada ikki cho'ng partiya bor, demokratchilar bilan jumuriyatchilar. Hamda menga bergan ta'siri bu demokratchi partiyani qo'llaydigan nimalar ko'p o'xshaydi. Kapitalistlarda, ya'ni puli borlar, puldorlar. Mening biladiganim boyag'inlar tilg'ab o'tgan Soros degan birisi bor. Bu cho'ng qo'ymichi hamda hamma davlatlar mablag' silib, paycheki bozoriga yoki pul bozoriga mablag' silib, pul tepiblar, nima qilgan qo'ymichi yiliqi bizda nima deymiz, qo'ymichi deymiz-ku, bir yuqori o'simlik qarz beradiganlarni nima deymiz? Bir nima deb to'xtir atamasi bor. Ya'ni jazonixo'r, jazxo'r deydi, jazxo'r deydilar. Ashunda nima bu Soros deydi, ammo ajoyib boy bir nima bu. Mushu CNN, anandaki Amerika cheklangandan Antifa, anandaki mushu medialarni ham Demokratik partiyani qo'llaydigan cho'ng boylarning birisi ekanda, unda boylar yomon ko'pga. Cho'ng abay ummatdan so'rg'anim shu. Bu sotchi degan qasam berib turib sotchi bo'ladi. Amerika cho'ng kuch bor. Birisi qonun bekitish organi, birisi adliya, yana birisi hukumat. Amerikani shu cho'ng kuch boshqardi. Ya'ni qonun bekitish organi degani parlament. Bular qonun bekitadi. Adliya deganimiz shu sotchi, adliya ministri mushularda. Bular qonun ijro qiluvchilar. Hamda hukumat bo'lsa, bu siyosatni ijro qiluvchilar, qonunni ijro qiluvchilar, davlatni boshqaruvchilar. Ammo hammadan muhimi shu qonun sohasidagilar, ya'ni sotchilar. Bular qasam berib o'tkazib oldi vazifani. Bular biz Qur'on tutib qasam beramiz, bular Injilni tutib turib qasam berdi. Men yani haq ish qilma, rost ish qilma, yolg'on so'zlama deb turib qasam berib qiladi-da. Men bayaqi isbotlarni ko'rib bayram bo'ldim masalan. Ammo ummatdan so'rg'anim shu, bu sotchilar ko'rib nima ta'sirlanmadi masalan. Trumpga har qancha o'shman bo'lsa-mu, bu amaliy isbotlarni ko'rganda bular qasmiga amal qilish kerakdi. Adil ish qilish kerakdi. Deganda hamda ummat buni moliya jihatdan tushundirdi. Ya'ni ularni saylanadi dedi. Ularning saylanishi uchun bir qo'llovchilar, ovoz beruvchilar bo'lishi kerak. Ya'ni bu ovoz beruvchilarmi ikkiga ayrildi bundaqcha aytganda. Demokratiyachilarni qo'llaydiganlar va jumuriyatchilarni qo'llaydiganlarda. Ammo qarindoshlar, boyaqi isbotlarni bir aql ko'z tushimdagi sababmi? Ya'ni bu ko'rmagan bo'lsanglar, masalan, shu isbot berish chog'larini bir aql kallanlarni sam bo'lib qolsa, ya'ni mushundaq bu men ko'rgan isbotlarning 10dan biri, hatto 100dan biri. Bugun faqatla aldirashlar, topolganlarimni ko'rsatdim sizlarga. Amaliyotda buningdan kuchli isbotlar bor. Qiziquvchilar balkim ko'rdi buni. Ammo mushlarni ko'rgandan keyin menda bir xil ishonch bo'ldi. Ya'ni Prezident Trumpning qaysi kuni 40 minutlik nutq so'zladi Oqsaroyda. Deganida men bugun hayotimdagi eng muhim nutqni so'zlayapman dedi. Bu gapining asosiy nuqtasi nima deganda, menga hozir Amerikaning asosiy qonunini qo'llash vazifasi tushdi dedi. Amerikaning asosiy qonunini qo'llash vazifasi tushdi, chunki davlatga osiylik qilayotganlar bor hozir, davlatning huquqini suiqasd bilan tortib olishga urinayotgan isyonchilar bor deb aniq dedi. Buning uchun men prezidentlik huquqimdan foydalanib asosiy qonunni qo'llashim kerak degan gapni, masalan, meni sizlar qanday tushundinglar bu gapni? Endi bu shu qonunni qo'llash degan gapning o'zi hozir endi saylanning o'zi qonunsizlik masalasi yuz berdi, jinoyat yuz berdi endi. Ashundaq monopol qilish, saxtapazlik qilish, bilet o'g'irlashdan iborat. Bu cho'ng bir jinoyat sodir qilayotgan chog'ning o'zida bu qonun buniga ega bo'lishi kerak. Endi qonun buniga ega bo'lolmagan chog'ning o'zida, ya'ni qonunchilar bu jinoiy masalalarni adillik bilan hal qilmay,
өзүн качырып аткан чагда андай кийин бу дөвлөттүн өзү күч ишилтип туруп канунну когдаш, яғни канунның ижра болушуга күч көрсөтүлгөн яйы келди деген геп. Ben демекчи болгону, мен азыр энди күч ишилтип туруп Американын асас канунunu когдоймун дегени, албетте бу канунну күч менен ижра кылдырма деген gibi болушу мүмкүн. Ondan başka кандай мәнisi бар энди бу асас канунну мен когдоймун дегендин өзү. Şu asas kanunu qoğdayman degende tarixta bir misal versem, aynı vaqtda Prezident Lincoln bilan Roosevelt'lar davrida shunday ish bo'lgan ekan. Ya'ni Lincolnning davrida Janub-Shimol urushi bo'lib, böyle ichki urush mezgilida ikki xil ko'z qarashdagilar birga kelolmay, Lincoln shu jiddiy favqulodda siyosat qo'llanib, nima deymiz buni, martial law deydi bular. Ciddi halet yürgüzüp, nurgun halkı mesela ideya cihetin birlikte kegil bombaydagan adamdan kol geliş, hem devletke asiylik kılgan, muştumzorluk bilen hükümetneki hukukunu kolga kirgizilişe uğrungan adamdan bir türküm adamdan kol gelip, ciddi halet yürgüzüş arkalık muşta usulda hal kılgan ki. Trump muşu pıraqını berip atıdı hazır. Birisi kanuni yolunu mengip atıdı. Her qaysi ştatlarda mesela bir moç ştatlarda arz yolda tügümede buna cevap çıkmadı. Bu iş belki en ahire yuqori sot, devletlik yuqori sotun Supreme Court şuya ketişi mümkün. U yerga borsa Trump'a qolaylik bo'ldi. Çünkü u yerda Trump'ni qo'llaydigan demokrat nima, Cumhuriyetçiler va konservativ deydi bular. Cumhuriyetçiler partiyasi yaqindagilardan 5 soatchi bor, demokratchilarni qo'llaydiganlardan 4 bor. Amaliyotda 6'da 3'ga, ammo cho'ng soatchidan birisi yig'inlab qolgan birisiga patpatlab, demokratchilar tarafga o'tib ketar ekan, shuning bilan 5-4 topadi ekan. Shunga u yerga borsa, nima yengidi, Trump yengidi degan umid bor. Ya'ni bu gaplarni deyishimdagi maqsad qarindoshlar. Hozir bu ishning oqibati agar yomoniga borsa, Prezident Trump abayqin nutqda deganidek asas qonunni qo'g'dimsam bo'lmaydi deb jiddiy holat yurgizish ehtimoli bor ekan. Ya'ni chunki bayqindek isbotlarni agar bir sudchi oldiq opasi ko'rsatsa, mendek odam ta'sirlanib yig'lab ketgan holat sudchi qabul qilmasa, bu qonunga hurmat qilinmaydi degan gap. Sudchilarda ishonch yo'q degan gap. Unda holatda hozir mana bir necha harbiy general da'vatida shuni talab qildi Trumpdan. Jiddiy holat yurgizish kerak. Haqiqiy qonuniy holda bir sotlaydigan bir sud qurib, favqulodda sud qurib, mushu isbotlarni o'tkazish orqali buni bir taraf qilish kerak. Ham jinoyatchilarni qo'lga olish kerak da'vatida. Ya'ni bu bir ehtimollikka qarindoshlar. Undan boshqa mana Prezident Trumpniki advokatlardan Sidney Powell bilan Linwood ikkisi bir maydonda aniq dedi bu gapni. Buni qisqacha bir ko'rsatib o'tay. Bularning deganlari nima deganda Yeah, Georgia was absolutely full of it. Rife with voter fraud, but so are other states, including North Carolina and Virginia. Pennsylvania went solid for Trump, yet there's still, yep. So we need to flood the legislators here in Georgia and the governor and the Secretary of State with phone calls and letters. Yeah, I know. Everybody feels like they're not being listened to, and that's just not right. This is your state and your country, and they need to remember they work for you. Vi kutter prisene også i julen. Gjør det billig hos Ekstra. Nima deganda qarindoshlar. Mana ayol bu Sidney Powell degani Amerikadagi ajoyib donliq bir advokat.
hozir shu Trumpniki Trump akimizdan advokatlarni qotida o'y dedi. Bu sotchi bo'lsin va boshqa qonun organdagilarga huquqni sizlar bergan dedi xalqqa. Huquqni sizlar bergan, ular sizlar uchun xizmat qiladi. Agar nim bo'lmasa dedi, bu ayol dedi, xalq besim ishiltish kerak deganni dedi. Uning oqida bir e'lon chiqib ketdi, shunga men uni o'chirib qoldim. Linwoodniki gapi bor, ular dedi, hozir shu jinoyatchilar o'tirib maydonga sakrab chiqdi dedi. Davlatni qo'lga kirgizib olmoqchi yana, suiqasd bilan dedi. Mümkün emas, ular maqsadiga yetolmaydi, Trump yana 4 yil o'tirdi dedi. Undaqda men gapni qisqartay. Hozir 13-yana o'tirib qoldi. Bundan keyingi bir necha qadam qandoq besildi, qandoq ish bo'ldi Amerikada deganni men qisqa deb o'tay. Agar xatosi bo'lsa, Umid yoki Abdurimjon sizlar tuzib beringlar. Hozir bu bir necha shtatda Trumpniki soti bo'lib davom qilyapti. Chunki bu gapni deyishimizda xalqimiz ko'rayotgan qarindoshlarimiz ko'ngilsan bo'lishi kerak. Bu ishning oqibati qanday bo'ldi, ya'ni natijasi qachon chiqadi deganga javob berish kerak. Bu sotlar agar shtat har bir arz qilgan shtatda sotda hal bo'lsa bu ish Trump yengan bo'ladi, ya'ni o'zgardi o shtatdagi natija. Agar bo'lmasa 13-yanın 14-kuni har bir 50 shtatniki vakillari ko'rsatgan saylagan bilet tashlag'uvchilar electoral voter deydi ya buni, ya'ni har bir shtatda saylangan bilet tashlag'uvchilar bor. Ular parlamentga kelib bilet tashlaydi ekan. Tashlagandan keyin u biletni sanab, uni parlament tasdiqlaydi ekan. Agar shu yerda tasdiqlansa, u yer natija aniq shu yerda e'lon qilinadi ekan. Agar bo'lmasa, u yerda yana dispute bo'lsa, ya'ni bu yerda qarshi chiqsa bu natijaga birisi, buningda bir odam bor, nimati odamning ismi, bir parlament a'zosi dedi ashada bo'lgan. Tunugin dedi. Agar bu yerda parlamentda 13-yanın 14-kuni shu yerda bilet tashlag'uvchilar kelib ashada parlament bu ishni tasdiqlaganda, agar Trump yengolmasa men qarshi chiqaman dedi. Chunki bu yerda xiyonat bor. Bu yana har bir shtatniki nimadir adil bilet tashlamagan bo'ladi, men qarshi chiqaman. Senatdan birisi, ya'ni Kengash palatasidan birisidan bir odam tepib, men Mo Brooks odamning ismi Mo Brooks degan odam, Alabama shtatining nimasiga parlament a'zosi. Ikkala odam, ya'ni birisi Kengash palatadan, birisi Avom palatadan ikkala odam qarshi chiqsa, u 1-ayning 6-kuni yana parlamentda bir yig'ilish bo'ladi ekan. Mishada ikkala odam qarshi chiqsa, u chaqda parlament, Avom palata prezidentni saylab chiqadigan bilet tashlab, mana senatdagilar, Kengash palatasidagilar muavin prezidentni saylab chiqadi ekan. Bu qanday bo'ldi ekan deganda, u chaqda 1-ayning 6 bilet tashlaganda Amerikada 50 shtat bor. Har bir shtatning bir ovozi bo'ldi ekan. Ya'ni bir bilet tashlay oladi ekan. Har bir shtat ya Trumpga yoki Baydenga berish huquqi bo'ldi ekan. U chaqda masalan, agar Avom palatada bilet tashlansa, Amerikadagi 50 shtatning 26si bu Cumhuriyetçiler Partiyasining qo'lida ekanda. 23i Demokratik Partiyaning qo'lida ekan. Demakki, 1-ayning 6si agar mushta ikki odam chiqib qarshi chiqsa, ashta bilet tashlansa, yana Trump akimiz yengib chiqadi ekan prezidentlikni. Senatda bilet tashlansa, senatda hozir 50 ta 48, ya'ni Cumhuriyetçiler 50 ovoz, 50 bilet, 50 odam bor. Mao demokratchilarning 48. Ya'ni ikkisini 1-ayning 5-i, 6-si Georgiyada saylab chiqmoqchi. 12 mingda endi emas hozir. Ya'ni mushu bir necha qadam bor ekan. Ya'ni 13-ayning 14-i eliq bilet tashlag'uvchilar parlamentda bilet tashlash. U yerda agar birlik kelolmasa 1-ayning 6-si Avom palatada har bir shtat birdan bilet tashlab prezident saylab chiqish. Buningda Trumpning yengish ehtimoli cho'nki. Anondan keyin senatda muavin prezidentni saylab chiqadi. Uning natijasi aniq emas hozir, chunki Georgiyada yana 2 senatni saylab chiqmoqchi bular. Bu agar mushu jarayonda oxirgi qadam shu bo'lgan 1-ayning 6si, uningdan boshqa yana bir ehtimollik men tilga olib o'tgan prezident Trump tuyuqsiz agar mushu sotlanish jarayonida bir necha shtat sotning ishining ilgari menish ahvoliga qarab tuyuqsiz martial law, ya'ni jiddiy holat e'lon qilish ehtimoli mumkin. Chunki
Masalan, deylik, Baydenning o'g'liniki jinoyatga hech kim qaramadi. Bir necha shtat, masalan, haliqiningdek chamdanning qaraliqi shiraning ostidan o'g'irlik qilgan chamdonlarning videolar bor turib, uningga e'tibor bermadi, qabul qilmagan holatda Prezident Trumpningki haliq so'zdan qaraganda shunday jiddiy ahvol yurgizib, haliq jinoyatchi sodir qilganlarni mush jarayonda qo'lga olib turib sotlash, harbiy sud orqali sotlash ehtimoli bor ekanda. Demakki, mushu ehtimolliklarni nazarda tutganda Turab akamiz qaysi kuni nutqda aniq dedi, mumkin emas, men e'tirof qilmayman dedi. Ya'ni yengildi bu medianing gapi, bu to'g'ri emas, men e'tirof qilmayman dedi. Prezident Trump e'tirof qilmagan holatda bayqadek bosqichlarni besib o'tishga to'g'ri keldi ekan. Çünkü bu nihayeti aniqsiz bir ahvol hozir. Men o'zimning tushunganim bo'yicha, mening mushu bir oyning o'rganganim, anlig'inim bo'yicha chiqargan xulosam shu, o'rganganim shu. Buningda mashqlarniki agar meni xato deb qo'ygan yerim bo'lsa yoki qo'shimcha qilgan yerlaringlar bo'lsa, anglasak, andan keyin o'zimizning gapiga o'tsak. Mana bu vaqtda boshqa fikrim yo'q. Nihayet tafsil yaxshi tushundim buni. Ben bu unchalik ma'lumotga ega emas bu to'g'ri. Tafsili unchalik bir ma'lumot olmadim dehsha. Rahmat. Mening bu vaqtda hech qanday meningki izlanganim yo'q rasmiy aytgan chog'da. Chunki biz Amerikaga kelgandan keyin bundaq bijliqidek bir saylamga duch kelib baxmadik. Normalda saylam bo'ladi, bo'lgandan keyin saylamning aytisi kimning prezidenti saylanganligi, kimning yuqori natija olganligi e'lon bo'lindi. Shuning bilan birinchi oyning 20-sini saqlaymiz. Prezidentimiz yangi prezidentni qabul qilib keldik hozirgacha. Ammo bijil hamda Trumpningki qabul qilmayotganligi rost. Prezident Trumpningki hozirgi prezidentimiz, ya'ni Trumpning bu saylam natijasini qabul qilmaganligi rost. Bu qabul qilmagandan keyin demak bu yerda boyisan degan ehtimollarning har qaysi ehtimolning birisining bo'lib qolishi bir qochinilmaz bir ish hamda. Undan biz hozir ma bo'lmaydi, ma bo'ldi delanmaymiz. Bo'libmi boyisan degan nuqtada mening izlanganlarimga qaragan chog'da bu yerda askar tarafning nihoyat og'ir noroziligi borligi. Çünkü hozir hamda askar bu yerda davlatning manfaatini kim demokratiyada to'g'ri boy deganimizdek demokratiyaning amalga oshirgan yeri suddi rost. Hamda davlatning manfaatiga kelgan chog'da oqni qora, qorani oq qila oladigan qiya deganda yana askar. Chunki bu shuning uchun Amerikada davlatning prezidenti askarning eng cho'ng beshi yani. Chief of Army deydi masalan, askarninki eng cho'ng qo'mondan prezident. Vaqti kelsa urush parlamentininki qarorini saqlamay urush e'lon qilish huquqiga ega Amerika prezidenti vaqti kelsa. Hatto atom bombasi ataman bir yerga desimi prezidentninki nimasi bo'lmay turib atanmaydi baribir. Shuning uchun askar yana tamog'ini uradigan yana askar, chunki davlatning manfaatiga boy deb kelganimizdek iqtisodchilarning, boylarning bu uni deymiz, buni deymiz, u manfaatining qayerga to'qinsin, ammo Amerikaning davlat manfaatininki zaxmlanishiga ta'sir yetkazib qolsa, buning askar aralashadi deb qarayman. Bu har qanday davlatda bor narsa bu. Ham Amerikada bu burun bo'lmagan emas ekan. Bunda ishlarda askar aralashgan ishlar bor ekan. Masalan, yaqinqi zaman tarixida bu Turkiyadagi davlatlarda yomon chiqib ketgan narsa hamda bu askar aralashib bu demokratiyaga zaxmi beradi deb qo'ygan ish bor hamda bu. Lekin bu Amerikada bo'lgan bo'lsa-mu, bu Turkiyada bo'lgandek askariy o'zgarish bilan emas, askar qo'l tiqib turib davlatning manfaatini saqlab qolishi mumkin. Chunki hozirgi bo'layotgan masala nima desa, NATO'ninki bu Xitoyninki dunyoga bo'layotgan tahdidini his qila olishi. NATO'ning bosh sekretari yaqinda bayonot e'lon qildi, Xitoyninki haqiqatan bir cho'ng bir tahdid bo'lganligini. Hozir NATO bilan put tepishayotganligini e'tirof qildi. 70 yilning yog'i haqiqatan NATO birinchi qitim Xitoyni tahdid deb e'lon qildi desak bo'ldi. Bunda bir sharoitda NATO mu Amerikaninki
askar Amerika'nınki askar menfaatlerini, Amerika'nın devlet menfaatlerini göz aldığı ip durup yakıldığı bir yer. Çünkü Bayı Abdurrahman bir gapni dep ötüp ketdi. Mesela şu Avrupa'nın mı cesaret senmi dediğin Avrupa vakti kelsen Amerika'nınki gipininki gözünü kısıp koyuş bilen bazı kararlar alıngan Amerika bir gapni kısa onu tekrarlaydigan işler bulup kelgen may yaqinning yağı yamarak Amerika'nı sel inkar kıldıgan Xitayni tarafki biskitiga işlap bulatganning sebebi mi? Bunu ben qanday qarayman degan chaqda Amerika yillardan beri Avrupa devletleri üstüde karar berguvchi bir devlet bo'lib keldi. Avrupa devletleri Amerikasız bir narsalarda karar alanmay keldi hamda yillardan beri. Yo'qsa Amerika'nın ağzıga qarab keldi desek bo'ldi. Buningdan mening o'qigan materiallarimda hamda o'rgangan narsalarımdan his qilishimcha ba'zi Avrupa siyosatchilari buningdan bezor bo'lgan. Biz nima uchun davomliq Amerikaning ağzıga qaraymiz, biz nima uchun qachongacha biz bir mustaqil bo'lmaymiz degan po'panglik shirtin aytib baqqan. Lekin bu nega bodi degan, nimishki bunda Xitoy tarafga mangdi deganni Amerikadagi ba'zi siyosatchilar qanday ko'z qarashda qaraydi-ki, izlangan materiallarim qaraganda desa, Amerika sal cho'ng akadek muomala qilgandan keyin, inisini boshqargandek muomala qilgandan keyin bu malaning g'ururiga tekkan gap Yevropadagilarningki, bizni nima uchun davomli bular kontrol qiladi degan narsa bilan. Lekin Xitoyning yuzini ko'rmaganlik. Masalan, Xitoy bulardan tovanchilik bilan, voy deb yaloqchilik bilan muomala qilib, amaliyotda oqistin pichoqlayotganligini ko'rmagan Yevropaliklar jiqdaydi. Şu Amerika'da mı bağımı şu vaziyet? Mesela Amerika'nınki Akıs'tan piçaklanıyotganligini hatta şu Birleşken Devletler'e a'zo bo'lib kirgan kundan tortib Tayvanni Birleşken Devletler Teşkilatı'dan chiqarib Xitoyni, ya'ni Xitoy kommunistik hukumatini Birleşken Devletler Teşkilatı'ga ekirganning yog'i Amerika o'zimi. Mesela Xitoyni kuchlantirib qo'ygan Amerika o'zi-ku mesela. Amerikaning tijoratchilari ku. Şu Amerika mı his qilolmay kelgandi. Hozirgacha Xitoyning qanchalik bir rezil yiligar bir davlat ekanligini. Endi bir yil mana 4 yilning yog'i his qildi. Trump hukumati buni haqiqatan xalqining yuziga mana Xitoy degan manda deb ko'rsatdi. Biz Uyg'urlar 70 yilning yog'i anglatanmayotgan dardimizni 4 yil yig'ib o'tgan chog'da 3 yilda Pompeo anlatib berdi shuni. Amerika'nın yani Trump hükümeti anlatib berdi. Endi buni hazm qilish vaqti ketdi buning azroq. Buni Yevropa hozir his qilolmagan bilan hamini his qildi. Chunki necha vaqtning yog'i Amerikalik analizlardan qaraganda nima desa, nima uchun Yevropa tuyuqsiz o'zining mustaqil qaror qilish orzulariga kelib qoldi. Nima uchun Amerikaga beshini ko'tarib gaplarini inkor qilgan Amerikaning qarshisida turdiganlar kelib qoldi degan vaqtida bular necha vaqtdan yog'i NATOdan tortib NATO hammasini xatolashmasam NATOning iqtisodiningki mablag'ining 40%dan oshiqni Amerika berib kelgan ekan hozirgacha. Necha yillarning yog'i hisobda Trumpningki davatga yeri bu da mana Trump hukumati o'tirib chiqqandan keyin bu masala oydinlashdi. Yillardan beri bu hisobda Yevropani Amerika qo'g'dab kelibdi desak bo'ldi. Masalan, Amerikaning puli bilan Yevropani qo'g'dab kelibdi. Endi hozir Amerika Xitoy iqtisod kuchlanganning yog'i hozir Yevropa demak buningdan Xitoyni tahdid deb tonanmagan devletler Avrupa'daki bu Amerika'da nima uchun bunda besim ağıca deb ayaqda qarshi pul var. Şunlar Xitoyga yiqilishish asosliq iqtisod jihatdan bu yerda Xitoyga yiqilishayotgan Yevropa davlatlarining siyosatchilari o'zining davlatining oliy manfaatini birinchi o'ringa qo'yolmasligi degan ko'z qarash bor.
Agar davlatlarning oliy manfaatini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lsa, albatta Xitoy bilan bundaq cho'ng hamkorlik qilmagan bo'ladi deydi. Endi Amerikaning ichidami bunda siyosatchilar bormi degan chog'da bor. Lekin asli hammadan betaraf ya qiya desang askar Amerikada. O sotchimi saylanadi, bay deb o'tib ketganimizdek. Parlamento siyosatchisimi saylanadi, faqat saylanmaydigan kim o desang askar. Ya'ni haqiqiy qasam berib davlat uchun xizmat qildiganlari askar. Endi bu askar vaqti kelsa mening tushunchimcha Amerikaning davlat manfaatiga zaxmi yetadigan yeri o'tib qolsa askar aralashmay qolmaydi buning. Endi bu yerda shu askarni dedim, to'g'ri gap bu, chunki Amerika qilib turayotganimi birsi iqtisodiy, birsi armiyasi. Endi bu yerda bir general, bu yerda bir hikoya borki, endi shu isbotni qo'lga tushirish uchun Amerika favqulodda armiyasi, alayida armiyasi shu Germaniyaning Frankfurtda CIA kontrol qilib turayotgan bir markazga bostirib kirib, Aşı Frankfurt'ta oturup Amerika'nınki saylam işlerini özgertiyotgan bir maşinini, yani serverdeydi kompüter baş menüsünü aşağı qo'lga tushirganki. Bu yerda aytish yo'qdi. Hatta CIA bilan bu favqulodda qism orasida to'qinish o'tdi. 5 askar o'lgan gap bor, CIA'ning bir ofiseri o'lgan gap bor. Ham u nimani, u mashinani sog'-salomat qo'lga tushiribdi. Bu askarning qo'lidagi hozir. Hozir bu isbotni bular chiqamadi. Ya'ni xalqaro paytda chiqarilgan o'xshaydi yani. Yuqori sud masalan Supreme Court deganda kerak chiqishi mumkin. Mush ishni tilga olgan general pensiyaga chiqqan generalga 3 yillik generalga bu Trumpga ikki qatim dedi. Darhol marshal law'ni yo'lga qo'y, ya'ni jiddiy holatni yo'lga qo'y. Biz bir favqulodda sud qurib, bu davlat niki huquqini suiqasd bilan qo'lga kirgizib olmoqchi bo'lgan suiqasdchilarni so'tishimiz kerak deganni o'sha odam talab qilib qo'ydi. Ya'ni hozir umidning deganidek davlatning jonijon manfaatiga berib taqalganda bu ish armiya aralashadi ya'ni. Qarab turolmaydi uni. Uningga qarab turolmaydi. Aralashadi degan gap. Endi men Xitoyniki pulining gapi chiqib qoldi. Hozir hamma narsa pulga berib taqalyotdi-ku. Bu yerda bir ko'rib qo'yishga tegishli bir nim borki, bir Xitoyniki ochiq oshkora degan gapga u Xitoyning puliniki kuchi to'g'risida buni bir qisqa 1 minut buni ko'rayotgandan keyin gapimiz qaytib ketamiz.我们为什么搞不定特朗普政府？为什么以前1992年到2016年之间，中美之间各种问题都能搞得定？是不是？大家发现没有？所有的危机，不管是银河号事件，还是炸大使馆，还是撞了飞机，所有事情全部是床头吵架床尾和，2个月之内搞定。什么原因？这儿我抛出一个可能又要是暴论了，就是因为咱们上边有人，就是我们在美国的权势核心圈我们有我们的老朋友其实呢，就过去这个30年过去40年，我们在美国的他的这个利用他权势核心圈，是不是？我前面讲过，华尔街在1970年代开始对美国它的内政外交有非常强的影响力所以我们有路径依赖，是吧？但问题是08年之后，华尔街的地位下降了。更重要的是16年之后，华尔街搞不定特朗普。这个中美贸易战过程中，他们也试图帮忙据我所知，美方的朋友跟我讲，这个试图帮忙，但是力有不逮但现在呢？现在我们看到拜登上台了，传统的精英、政治精英这个建制派，他们跟华尔街的关系是非常密切的。所以大家看到吧？拜登的儿子被特朗普说你在全球有什么基金公司，发现没有？谁帮他建的基金公司明白吗？这个都有买卖短短几分钟的讲演，这里头的信息量太大，我真的是希望每一个美国人。
Aldılar bu Xitay kimke degende şu kısık tushundik bu Xitay Beijing'deki Xalq Universiteti Rimindaşı deydi o bular. Tashqi ishlar institutiniki boshlig'i ekan bu. Şi Xitay bilan munosabati yaqin bir Xitay ekanda bu. Qanday deganda, masalan, nemiga ma'o Şi Xitayninki bir atalmış bir kitobni nashr qilgan chog'da Amerikada. Mush Xitay berib, Şi buningga buyruqga berib, bir Amerikadagi Washingtondagi bir libraryda naq maydon shu kitob tanishtiradigan faoliyatlarni uyushtirgan Xitoy ekanda, ya'ni Şi Xitoy bilan yaqin Xitoy ekan. Bu nima deydi u deganda, bu prezident Trumpning oldida bu Amerika hukumatini qo'lga keltirish bakli oson deydi. Har qanday ishda masalan, har qanday ishlarni hal qila oladi. Nemishqa deb bo'lib, bizning to'pada chunki odamlarimiz bor. Ya'ni Amerikaniki hukumatida markaziy qismida bizning odamlarimiz bor deganda paraqdan kulib ketdi Xitoylar. Demakki, shu Trumpning burunqi Obama'nın davri ve başka davrlarda şu Amerika hükümetinde bular qıltaq ilib olgan ve yoki setib olgan odamlar borda, shular orqali hammasini hal qilib ketdik. Ammo Trumpning 4 yilda biz hal qilamadik deydi. Ya'ni undan bir adami bo'lmag'achqa Amerika hükümetinde. Ammo hozir Biden chiqdi degan tamiz paraqdan kulib ketdi yana. Demakki, yana jahon o'zgardi dedi. Anadagi bir gapni qo'shib qo'ydi. O Biden'ning o'g'li va xalqaro fond qurib turmush, fond bilan tijorat qilibdi degan gapni qilibdi, ayblayotdi Amerikaliklar. Bu fondni kim qurib berdi deganda yana paraq kuldi bular. Demakki, bu fondni Xitoy qurib bergan. Mushu Biden'ning o'g'li orqali Bidenni qo'lga kirgizib olgan gap Xitoy. Nima uchun Biden'ning chiqishini shu qadar umid qildi Xitoy deganda, uni oxirida qo'shib qo'ygan bir gapi bor. Dollar nemişni hal qılamaydı degan bir gapi bor. Dollar nemişni hal qılamaydı degan damisi yana paraq kulgan yeri bor. Demakki, mushu gaplardan nayt aniq chiqib turibdi. Xitoyning pul bilanla Amerikani setib olib borayotgani, ya'ni Amerikadagi siyosiy yo'llarni, yetakchilarni setib olish orqali Amerikani indakka keltirib, Amerikaning qanday sho'rayotganligi musha chiqib turibdi. Demakki, bular Biden chiqdi deb kulib ketishida o kadar hoşup geçişdeki sebep mi şu? Demek ki Biden eğer rastla, Xudayim saqlasın da, şu taxtga oturup qalsa, prezidentlik oturup qalsa, Amerika qaytadan Xitoy bilan quchoqlashdi degan gap. Amerika qayta Xitoy bilan quchoqlashsa, bizning ishimiz nega boradi u chaqda? Cesaret gapini bölüp ettim. Bu hazırdan başlap Biden tayyorligini qilib bo'ldi. Xitoy bilan munosabatini qanday yaxshilayman deb Bay sen degandek o'zining kabinetida o'rinlashtirmaydigan odamlari hozir shu Xitoy bilan munosabatni qanday yaxshilashning planlarini qilib bo'ldi hozir. To'g'ri. Uni ko'rdi, qabay men degandek o'zining nomzodlarini ko'rsatib bo'ldi-ku, masalan, tashqi ishlar ministri, axborot bayonotchisi va boshqalar savdo ministri adamlarga qarab chiqdim. Hammasi Xitoyning qo'ng'ini olib cho'ng'ilgan nima ekanda, Xitoy bilan apoq-chapoqlarga. Demakki, men hozir o'tirolmay qoldim rost gap qilsam. Mayli Trump akimiz, mayli harbiy holat yurgizsin, mayli sud orqali hal qilsin, inshaalloh hal qilsin. Agar hal qilolmay tasodifiy maymoq chiqib qolsa, Xitoydan chiqib qolsa, bizning ishimizga ajoyib zo'r ziyni bo'ladi. Va shuni ko'rib o'tirolmay qoldim. Ama Uyg'urning orasida diqqat qilsanglar, hozirgacha birisi Amerikada Uyg'urning ishiga men yetakchilik qilaman deganlardan bir qismi nayt ochiq oshkor holda Demokratik partiyaga ovoz berganligini, Baydenni qo'llaydiganligini aniq degandan boshqa, ma'murlik atalmish qurultoy degan o'xshash bir turkum tashkilotlar nimada muboraklab bo'ldi Baydenni. Tabriklab bo'ldi ya'ni. Ma'o Twitterda şu Biden'ninki yoki Demokratik partiyaniki şu nimasi bor emasmi? Hisobi shuning ostiga tabriklarni avatib bo'ldi. Hamda hozirgacha yana mushular shu asosiy sahnada yugurib yurganlar, mayli Amerikada faoliyat qilayotganlar bo'lsin, mayli xalqaro sahnalarda Uyg'urning vakilida faoliyat qilayotganlar bo'lsin, bular bir tabriklab bo'ldi. Hatto bizning medialardami bu ish aniq bo'lib bo'ldi deb mushu ahangda xalqimizga tashviq olib berayotganlar bor.
Şoňlaşqa biz bugunki programmamızda bu işning tehi oyoqlashmaganligi, Turab akimizning yengish ehtimolining yana cho'ng ekanligi, Turab akimizning qat'iy bu huquqni onunğa o'tkazib bermaydiganligini ta'kidlashimizdagi sababmi, qarindoshlarim? Bu ishda umidvor bo'lishimiz kerak. Inshaalloh biz Uyg'urlarning hozir birdan-bir qila oladiganimiz duoga Turab akimizga duo qilib qo'yaylik. Yansun. İnşallah. İnşallah yana birisi jasorat men agar vaqt bo'lsa biri hamda bizning qildig'imiz albatta duo, lekin ammo bizning vatanning davosiga kelgan chog'da hozir duodan ijroiyatga o'tmasak bo'lmaydigan bir vaqtda biz ham bizning qila oladigan ishlarimiz nima degan chog'da har bir Uyg'urningki bir yerda bir tashkilot bo'lish yoki bo'lmasa bir cho'qim bir tashkilotninki nom bilan harakat qilish shart bo'lmagan bir da'vo yo'llarimiz bo'ldi-ku o'zimizniki. Bir insonlik nimamizni qila oladigan. Mayli Amerikada bo'laylik, mayli dunyoning nerede bo'laylik, qila oladigan ishimiz mayli sosyal medialardan bo'lsin, mayli turkcha, uyg'urcha bo'lsin, nima tilda yoza olsangiz yoza olingda, hamda qaysi tilda bo'lsa, Trump Pompeolarga mush 4 yil jarayonida qilgan Uyg'urlarga ko'rsatgan yistashligi, mushu bo'libmi irqiy qirg'inchilikni dunyoga tonutishda to'kpisi. Bu yerda nima uchun ba'zilar Uyg'ur qarindoshlarimizning orasida deganlar va Trumpning og'zidan bir qitim bir Uyg'urlarni qo'llaymi degan gap chiqib boqmasa dedi. Ya qarindishim, bu Pompeo degan Trumpniki shu vaziridek odam. Shuning ovozi, Trumpning ovozi. Ayni vaqtdagi koni tilda aytgan chog'da, bunda aytgan chog'da bir vazirdek odam u. Shu odamga bir qitimg'i bo'pti Pompeo o'zining irodasi bilan o'zi xohlagancha gapni qilib boqsin. Agar u Trumpning ideyasidan o'tmasa, aytsa uni ma gapni qilma bundan keyin des qilolmaydi u. Bu yerdagi bir e'tirof qilmasa qilmaydigan bir narsa var, şu Uyg'ur masalasini, Uyg'ur Xitoyning bu irqiy qirg'inchiligini dunyolashtirgan, ya'ni xalqaralashtirgan odamlar shu ikki odam. Mush oxirgi 4 yil jarayonida albatta vatandagi to'kilgan qon, vatandagi berilgan qurbonlik. Bu hammasi birlashib mahalliq keldi. Endi mushlarga bir minnatdorligimizni bildirishimiz kerak. Shaxsan men ba'zi yaqin o'tgan qarindoshlar biz minnatdorlik xatlarimizni yozdik, yozyapmiz Trumpga, Pompeoga. Endi yana bir narsa qildigan ishimiz, baysa umid var olayli dedim. Bu yerda ümidsizlik şeytanın işi elbette. Yeni bir narsa mayli Trump chiqolmay degan ehtimolni o'ylab qo'yishimiz kerak. Mayli Trump chiqolmay Mr. Chaydan chiqib ketdi degan taqdirdami? Biz cho'qim Bidenning prezidentligini ashuning orqasidan yaloqchilik qilishimizdan hojati yo'q bu yerda. Chunki o Chaydan hech qachon Xitoyning parchalanishini xohlamaydi. Mesela Nancy Pelosi'dekiler hiç kaçan bizden müstakil oluşumuzda xalap bakallar emas. Bundan kaçan ular Xitoyning demokratik sistemga o'tib, hatta bo'lsa Tayvanni mi qo'shib, Hong Kong, Tibet hammasini qo'shib, aşağıda bir demokratik bir sistemni qurib, Amerika bilan yaqin o'tadigan bir do'stlik, muttafik qurish, muttafik yaratish maqsadi. Endi bunda bir sharoitda bizning mustaqilligimizni hech qachon bular uch qashqar qo'llamaydi. Endi Cumhuriyetçilarninki ichida Uyg'ur masalasiga haqiqatan bu qo'l qo'yayotgan, haqiqatan ijro qilayotgan, Uyg'ur masalasini qo'llayotgan Pompeoga o'xshash, masalan Marco Rubio'lardek Cumhuriyetçilar partiyasining ichida nurg'un millat vakillari bor. Hatta Cumhuriyetçilerin içinde bu milletvekilleri emas. Mesela men turayotgan New York ştat asosiyatning demokratchilarning shtati o. Mesela men turayotgan yerda asosiyatning demokratik men turayotgan rayonda. Ama bu yerda u deganlik Cumhuriyetçi yo'q deganlik emas. Mening mesela uddulmuş qo'shnim qarsam yo'q qilib Trumpning rasmini isig'ilib qarshilashdi. Endi biz qanday qilib mushu Trump'ni qo'llaydiganlar yoki bo'lmasa masalan Trump saylanolmay qilib
Biden prezident bo'lib qolgan taqdirdami bizga bir fursat keladi. Bu fursatni bilishimiz kerak. Chunki Amerikada Biden futdi deganlik, Bidenning prezident bo'lib o'tadi deganligi Amerikaning siyosatining butunlay osmon bilan yerdek farqli o'ngtay bo'libdi deganlik emas. Bu oz deganda ya'ni 2 yilgacha bu hatto Biden Mao burungi Trumplardek chiqqandan keyin ijroiyada bu buningga unchalik osonlik kelmaydi buningga. Bu ajoyib qiynaladi Biden. Agar chiqib qolsa. Nima uchun degan chaqda 4 yil nihoyatda kuchlik Amerikaning iqtisodini kuchlantirgan bir prezident bormi edi. Shu. Amerika xalqining iqtisodiga ta'sir yetib qolsa, u vaqti kelsa Bidenni yavil yakson qilib o'tadi haqda. Agar o'zining iqtisodiga ta'sir etsa. Chunki davlatdan xalq boy davlat ma'u. Xalqning yanchug'idagi pul davlatdan kuchlik nima deymiz, jiqroq davlat ma'u. Xalqi boy. Xitoy bilan farqi Xitoyning davlati boy, xalqi osh, yanala. Farq bu. Hem bu yerdeki xalqning kuchi ana shuningdan keladi. Vaqt kelsa xalq o'zining iqtisodi bilan bir davlatni cho'kib ketgan davlatni qo'pira oladigan bir kuchga ega bir Amerika xalqining iqtisodi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda Amerikaning xalqining iqtisodiga yanchug'iga ta'sir etadigan ish bo'lgan bo'lsa, Bidenning ishi zo'r. Shuning uchun endi bu Trumpningki 4 yil jarayonida kelgan bir natijasi bor, xalqning iqtisodining yaxshilanishi, işsizlikning tövəllishi, şirketlərinin nəhayət çoğ bir tərəqqi qılğan bir dövrü oldu ma 4 yil. Hətta şu Xitay virusu ilə pandemik bo'lgan taqdirdimi, yəni iqtisod shunchalik yaxshi mang'uzalı deyib Trump. Endi mushunda bir sharoitni Biden mang'uzamamdi degan bir narsa bor. Endi yana bir sayada Senate yanılıb Republikanlarning qo'lida. Bu parlamentoning bunda aytgan chog'da yerimi degidek yanılıb Cumhuriyetçiler bir yerda Bidenning ishi oson emas. U agar chiqib qolsa, shuning uchun uning ishini Xitoy bilan unda chiqiblar, shapla Xitoy bilan munosabatlarni yaxshilab, Uyg'ur masalasini inkor qilgudek darajada unda bir ishni qilolmaydi deb qarayman. Endi shuni qilg'izmaslikmi bizning qo'limizdagi ish. Biz qanday qilib Cumhuriyetçi partiyadagilar olsun, Demokrat partiyadagilarning ichidagi Xitoyga siyosatchilarni tepib, Amerikaning manfaatini birinchi o'ringa qo'ygan siyosatchi hech qachon Xitoy bilan apaq-chapaq bo'lmaydi. U pulga setilmaydi. Shuning uchun bizning qiladigan ishimiz nurg'un, agar qilamiz desak. Ham yana bir gapni qo'shib qo'yib, bu tema bilan faqat munosabatsiz bir tema. Hem de yıllardan beri bizimki hemimiz elhamdülillah Müslüman elbette, lekin bizden dindar qarindoshlarimiz, taqvo qarindoshlarimiz Amerika düşmanligini yaratib keldi yillarcha. Endi hozirmi davom qilayotgan bir Amerika düşmanligi bor bu yerda. Nereden paydo bo'lgan, nima ish bo'lgan bir Amerika düşmanligi bor, bir ajoyib. Ama şu qarindoshlarımızga shunda bir ikki savolni qo'ymoqchiman-da. Men bu yerda xalqning fikriga mandaq qilish kerak, andaq qilish kerak deya dalanmaymiz albatta boshqalarningki, ammo savol bilan so'rasak shu savolni o'zimizdan so'rab baqsak bo'ldi. Birinchi, hozir musulmon davlatlari degan davlatlarning 5'ida musulmon bormi? Bu bir. Ikkinchisi, biz musulmon davlatlari deyotgan davlatlarningki xalqi musulmon, albatta davlatning beshidagilar islomga qanchalik e'tiqodi bor, uni Alloh biladi. Endi biz uni savol qo'ya olmaymiz. Lekin xalqda nima gunoh deydigan bir gap bor-ku. Xalqda nima gunoh, davlatning beshidagilar shunday tursa deydigan. Xalqdami xatolik bor bu yerda? Xalqning gunohi bor. Sen musulmon bo'lsang nima uchun qarshilik qilmaysan? Bu yerda jihodning 3 xil yo'lining birisi bor. Ya jining bilan, ya mening bilan, eng bo'lmagan chog'da tiling bilan jihad qil deydi masalan. Jihad qilmamsa. Bu yerda bir zulmga uchrayotgan diniy qarindoshing zulmga uchrayotsa, uning sukut qilish sen qanday bu musulmonlarchilikning qayerga yotadi? Bu nuqtai nazardan o'ylag'imizda islom davlatlari nima ish qilyotadi? Ya'ni islom davlatlaridagi xalqlar nima qilyotadi? Sukutda yashayotadi. Ko'rib turib ko'rmasga silyotadi.
Albatta bu deganlik ba'zi bir qism musulmon davlatlardagi bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi chiqayotganlarni masalan hatto Dubayninki bir nima xonishi deyman birisi o'tganda shu masalasini o'tirib qo'ydi. Bularni inkor qilganligimiz emas. Bir nima bo'lsa bizning qarindoshlarimiz orasida nima masala o'tirib chiqargan desa Pokkada aş bir tal misalını o'tirg'i chiqirib buni ma ayol ya ma odam bunda qilyapti. U bir inson, bizning da'vat qilimiz bir ikki insonning ya bir guruhning qilganligini inkor qilganligimiz emas. Bu yerda da'vat qilimiz davlat salohiyati bilan o'tirg'i chiqib Amerikadek qarshi chiqmayotganlik ya Kanadadek. Masalan, Kanada rasmiy irqiy qirg'inchilik dedi. Yevropada qarshiliklar bo'lyotdi, Amerikada bo'lyotdi. Eng negizlik qarshilik Amerikadan keldi, Kanada inisi uningga ergashdi. Endi qaysi bir musulmon davlat, bu Turkiyami buning ichida, qaysi Amerikachilik qarshi chiqdi? Biz musulmon albatta hammamiz, lekin bu yerda biz musulmonlik bilan arab bo'lishning farqini bilishimiz kerak. Biz arablikdan voz kechishimiz kerak, qarindoshlar. To'g'ri. Biz musulmon bo'ldik, alhamdulillah. Biz shu qachon bizningki burunqi ota buvilarimiz islomni qabul qilgandan tortib, hatto islom dinini dunyoda ijro qilishda eng kuch chiqargan turklar bilan bizlar, Uyg'urlar. Endi buni deb kelsak, bu yerda Amerikaning qadr qiymatini bilaylik, qarindoshlar. Ma'lumki dushmanlik qilmaylik. Bu deganlik Amerikaning nima qilish to'g'ri deganlik emas. Hozirgacha qilayotgan to'hfalarga ko'zimizni yummayli. Ma yaqinda Allohga shukr bizning Sharq Turkiston Islom partiyasining terrorizm nemisidan chiqadi bizda. Endi buni chiqarishi qilib oyoqdan apala shapala o'sha rahmatlik Hasan Maqsumlarning o'limiga sababchi bo'lgan sababchilar chiqib, u izzat atmay yana sahnalarda shu voqealarni o'tirib chiqib so'zlab yuribdi, qotillikni qo'li bo'lganini unutib qilib. U gaplarga kirgim yo'q, ammo xalqimizga shuni demoqchi bu yerda. Amerika bo'lsin, qaysi davlat bo'lsin yoki Qo'pib Germaniya bo'lsin, birim dalamaymiz, Fransiya bo'lsin, kim Xitoyga qarshi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qiladi ekan, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilindi degan gap bu yerda bizning mustaqilligimizga bir qadam yo'l yaqin qoldi deganlik. Hozirgi bizning qilgan narsamiz shu Sharq Turkistonning ishg'ol qilinganligi, ishg'ol qilingan davlat ekanligi va bizning irqiy qirg'inchilik uchrayotgan, hatto shu 2-dunyo urushida irqiy qirg'inchilik uchragan Yahudilarga o'xshash, hatto uningdan betar irqiy qirg'inchilik bilan yuzma-yuz qilayotganligimizni dunyoga anglatish burchimiz bizniki. Tamam. Bu ko'z qarashlarga ham tamoman qo'shilaman. Hamda bu musulmonlik bilan Arablarga cho'qinish ikki masala. Hozirgi ahvolimiz haqiqatan bizga egishib qolganlar shu g'arblar amaliyotda bu musulmon ellardan birsidan bir vafo kelgani yo'q. Bugungi temamizga qaytib kelsak, bugun asosli maqsad xalqimizga Turab akamizningki yiqilmaganligini bildirish. Bu ishda yana umid borligi. Chunki mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlarning orzusi yana Turab akamizning 4 yil o'tirishini xohlaydi. Shuningdan birisi ma'ur fashist va kommunistlar yiltizdan qo'mirib tashlanishi mumkin. Yana birisi Uyg'urlarning mustaqilligiga haqiqiy sharoit yaratadi. Ammo hozir Biden sabablik bizning aramizda burundullar Uyg'urning irodasiga xilof chiqib kelayotgan, Xitoyning depiga usuli o'ynayotgan atalmış da'vochilar yana bir qatam o'zini oshkorladi, ham xalqimizga mushu huquqni ishondirib, ya'ni u Trumpning davri tugadi, Bidenning davri boshlandi, biz shuningga qarata ish qilishimiz kerak degan o'xshash safsatini ko'tarib chiqib, xalqimizni shuni ishondirishga tirishyotdi. Bu beklab oldur bununla birim deyish, beklab oldur. Sabr qilaylik. Birinchi ayning 20-sigacha aniq bir taraf bo'ladi bu ish. Chunki hozir boy degandek sabablar bor. Ammo mush ishdimi biz yana bir qatam ko'rib oldikki, aramizda qanday odamlarniki da'vo sepiga suqunib kirib olganligini. Yana bir qatam
Көріп алдық, ендік көріп алдық. Мұш яқты Абдурахимжан ағайынымыз әмді бұл пешқадамладың біз Абдурахимжан ішкіміз бұл тоғырлық жық сөздеп кеттік, халқымыз ішендірішкі түріштік, үміт ағайынымыз кейін қошылып бұлмы ескі қалдыр бойынша жық түшендіріп келдік, халқымыз әма менің есқалап үшін 2-3 жылның аяғы біз тәшвиқат әпіріш жариянында әң аз bir qancha ming odamni ya'ni biz davlatgan mushu ishlarning to'g'riligiga ishontirdik. Ya'ni gapimiz orqali emas, amaliyotlar, isbotlar orqali ishontirdik. Ammo yana az bo'lmagan Uyg'urlar qarindoshlarimiz mushu xato iqimdan keyin ketyotdi. Bayman misolga aytgandek, masalan, mushu Bayden voqeasidami yana ular shu qadar o'zini oshkorlagan holatdami, ya'ni Amerikada qog'inimiz o'tiribdi, umidanda Amerikadan so'rab bakanda aniq bir javob chiqdimi? Chiqmadi bu ishning natijasi. Mushtaq holatda yana shu tarafga burab hozir yana o'zining muzikasiga usul o'ynab, xalqni mu'allaqi samoga tushib undayotganlar borda. Bularni hamda xalqimizga yana mushaqda ko'nglimizga gaplarni deyishimiz kerak. Hammamiz aqligisi har bir Uyg'ur mush ekronni ko'rgan bo'lsin, ko'rmagan bo'lsin, har bir aqligisi bir ishga ishonishdan burun, bir ishga hukm chiqarib, uningga ishonib ergishishdan burun har birimiz o'zimizning tafakkuri bo'lishi kerak. Ham o'xshamagan ekranlardagi o'xshamagan fikrlarni anglab bakinglar qarindoshlar. Anandagi o'zinglarni yakun chiqaringlar. Bu vaqtda Abdurahimjon og'aynim sening mushtaq o'ydagi xalqimizga deydiganlaringdan bir anglasak. Endi bu söhbətning başda ümid nəti yaxşı bir ayrım bir nöqtəyə oturub qoydu. İdeologiya batqıq betib qalsaq olmaydı. Biz məlum dövlətninki yoki hakimiyyət beşidəki partiyalarga yoki şu partiyaların ideyasiga mayllığımızı bildirib 46 yildagi 44 yildagidek andaq ziyanni tatsaq bo'lmaydi. Biz eng oldi bilan o'zimizning milliy manfaatimizni birinchi o'rinda qo'yishimiz kerak degan bir o'lchamni o'tirib qo'ydi. Men shu 2013-yili İstanbuldagi Ma'arifning yillik uchrashuv yig'iniga bir taklif fikrini yapgandim. Shu o'qitish partiya bilan munosabat o'rnatish to'g'risida. Bizniki davlatning ichida ma'lum bir davlatda o'zimiz yashayotgan davlatda masalamizni kun tartibga keltirish uchun o'qitish partiyalar bilan hamkorlashsak, o'qitish partiya iqtidordagi hokimiyat beşdagi partiyaga norozilik bildirish jarayonida masalalarimizni o'tirib qo'ydi deb bo'libmi, Turkiyada bu nati Apçıl usulla oturup koyuldu. Şu öktüçilerimi bizne qeyindişimiz dep yotqan boğalık üçün hakimiyet beşdeki partiyalar qandaq bir dövlətdiler hakimiyet beşiği çıksa partiyalar Xitay bilen birinci olup en yaxşı münasibət qilishqa başlaydı. O dövlətin bütün içki taşqı siyasətini, iqtisadi muammağı bağlap durup Xitay bilen yaxşı menişqa uğrunurdu. Öktüçi partiyalar Andakin hakimiyet beşiği çıkış üçün her qandaq vasitəni qo'llanib turib hakimiyet beşiği partiyaga norozilik bildirish yuzasidan bu masalani o'tirib qo'ydi degan shunday bir fikrni o'tirg'i qo'ygan shu vaqtning o'zida. Endi Turkiyaning masalasiga kelsak, haqiqatan qarindoshlarimiz asosliq bayroqlar, derneklar, tashkilotlar hammasidagidek hozirgi hakimiyet beşiği partiyani qo'llaydi. Ular chunki dini nemisi güçlük hem fakat asasında bizning davarımız dinga o'xshash bir xil tushunchada ki qarindoshlar ko'p bo'lg'achqa bu diniy shaklli partiyaning hokimiyat beşiği turishini natib qo'llab o'qituvchilar bilan jiroq turib hatto o'qituvchi partiyalar bizningki g'amimizni qilib so'zlayapsizmi shunga qarshi maydonda turib qilayotgan ishlar ko'p. Yani bu hozirgi Amerikaninki hakimiyet beşliği meselesi kelsek, hiç kaçan biz kütmeyen bir ahval aslında hakimiyet beşiğindeki bu Donald Trump'ın partisi uygulaş için fevkalade bir nime kıldı, yani güreş kıldı Xitay'a karşı.
Xitoyga qarshi qilgan kurashning o'zi albatta u bizning manfaatimizga, jonijon manfaatimizga berib taqiladi, buning manfaati keladi. Endi qarindoshlarimiz bu yerdagi eng tushunib olgan masala bu ideologiya masalasi emas. Ya'ni biz Amerikaning Demokrat partiyasini yoki Cumhuriyetçiler partiyasini tanlayotganligimiz emas. Faqat bundan burun Cumhuriyetçiler partiyasi hokimiyat beshidagi chog'ning o'zida jiqbi ishlar bo'lib ketmagan, bizga qarata bir yaxshi ishlar bo'lib ketmagan. Faqat George Bushning davrida Rabiya Qodir xonimni turmadan chiqqanlar bir ish bo'ldi. Uningdan burun ba'zi tashkiliy guruhlarimizga terrorchi degan qalpoqlarni kiydirib qo'yganmiz, shu Cumhuriyetçiler davrida bo'lgan ish edi. Bu qatam Donald Trump'ninki Xitoyga qarshi siyosatininki favqulodda qattiq bo'lishi bilan bizga buningki foydasini aytib chiqib ketdi. Ya'ni hargizmi bu Cumhuriyetçiler partiyasiningki programmasi bilan bizga bundaq bir yaxshi ish bo'ldi deganlik emas. Faqat shu navbatdagi prezidentning o'z oldiga yurgizayotgan bir siyosatlari bilan bo'lgan bir yaxshi ishlar. Shu qarindoshlarimiz endi buni qandal bo'lmasin, abam umidmi deb o'tib ketdi. Joe Biden hokimiyat beshiga chiqsimi, unda yuguriblar, aslida üstüne qilib o aslında. Shu vaqtning o'zida yana voy zodi demokratlar yaxshi deb yolg'on yapındaq tashviqotlarni qilib Uyg'urlar orasida bu Xitoyparast bir tuzumning o'ziga chapa yapmay, shu vaqtning o'zidami bu hokimiyat beshiga chiqib qolsa Demokratlar partiyasi bularninki qilmish atmishlarni fosh qilib Uyg'urlarga bildirib, ham bunaqa norozilik bildirish bu demokratiyaninki prinsipi. Demokratiyada masalan Amerikada yashayotgan qancha minglagan Uyg'urlar o'zimizning vatan millatning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib turib, o Xitoyparast bir siyosat yurgizib qolsa, Amerika hukumati shu vaqtning o'zida unaqa norozilik bildirish albatta u yerdagi Uyg'urlarning demokratik huquqi. Buni dunyo miqyosi bo'yicha Amerikaning shu kelgusidagi yana xato bir siyosat yurgizib qoladigan hokimiyatiga qarshi fikr to'plash, shu vaqtdagi o'qituvchi bo'lgan Cumhuriyetçiler partiyasining ichidagi bizni qo'llaydigan kishilar bilan hamkorlashish albatta bu bir vatan millatning manfaati uchun bo'ladigan chunki kurashning birisi. Ammo shu saylam boshlanishdan burun bir qancha hafta qolgan chog'ning o'zida Amerikadagi bir aktiv faoliyatchidan Cumhuriyetçiler partiyasiniki muhim bir odami gap so'rganki, muxbirlarni boshida endi yaqinda saylam bo'ladi. Bizningki Donald Trumpning o'zi Xitoyga qarshi yaxshi bir siyosatlarni qo'llandi. Uyg'urlar masalalarida yaxshi pozitsiyada bo'ldi. Mushunga Uyg'urlar bizniki Donald Trumpga ovoz berish masalasi, ya'ni Cumhuriyetçiler partiyasiga ovoz berishiga biz umid kutalamizmi deganda bir savolni qo'ygan chog'da biz Uyg'urlar tarafsiz turishimiz kerak. Biz Amerikaning ichki bundaqligi siyosiy bunda saylam ishlariga aralashib qolsak, biz yana taraf tutib qolsak yaxshi bo'lmaydi. Biz faqat o'zimizningki millatimizning davosini qilish nuqtasidan har ikkili partiyaga o'xshash qaraymiz deb bir javob berganki, bu javobning o'zi ba'zi WhatsApp gruplarida o'tirib tushib, Uyg'urlar ikki taraf bo'lib, nurg'un gruplarda talash tortish qilishib, ba'zilar og'zini buzib tillab bu gapni degan kishini. Shunda bir mojaro bo'lib ketgan ishni saylam boshlanishdan burun men anglagandim. Endi demak, boshchog'ning o'zida endi o so'rg'anlarga biz albatta bizga qandaq bir partiya yaxshi pozitsiyada bo'lsa biz uni qo'llaymiz. Albatta shundaq partiyaninki hokimiyat beshida turishini albatta umid qilamiz degan bir jumlani degan bo'lsa, albatta bu uni daromadi. Ya'ni yurakda u yo'q. Shu Donald Trumpniki nayt tarsalik bilan Xitoyga nayt qattiq qo'llik qilib ketganligining o'zidan ranjiyotganlar oz emas. Şu aktif bayraktarların içinde ranjiyotganlar oz emas. Buni Umid Naytli sharhlab yaxshi tushunadi. Men o'zim takrorlab qo'yay. Faqat shu demokratik prinsip asosida Xitoyninki qapig'ini azroq bir ochiqni yondirib, lagerlarni echib berib, bunda bodi keldi. Urug' tuqqanlarimizni akib, ota-onalarimizni akilib berib, bunda bir tomosha qildik, bir fursat bilan bersa shu yetdi degan mushu doirada ular orzusini ifodalab qoldi deb qarayman.
Endi mayli Donald Trump yengib chiqsin, qattiq qo'lliq bilan tadbir qo'llanib. Yoki Joe Biden yengib chiqib qolsin, qanday bo'lmasin, yoki vatan millatning manfaatini birinchi o'rinda qo'yib, shu vaqtning o'zida bir da'vo qilish, faoliyat qilish bu albatta o'zimizningki irodasiga bog'liq narsa. Hargiz cheklamaydi. Biz demokratik davlatlarda prinsip asli yashayotimiz. Sen nimishqa bizningki tuzumimizni qo'llamaysa deb bu jazolayotgan ish yo'q. O o'zimizning yurgidagi masala, o'zimizning irodasiga masala. Rahmat qarindoshlar. Bayaqayda qilsam misolni tilga olganda bir şey esim kelib qoldi. Bular bizda bir gap bor. Canlı işten yok, etim macan böyle bizge o'xshash hech kim bir siyosiyan yo'q deb turgan bir xalq shunday deydi ғой, bizda siyosiyan yo'q deydi. Qaysi kuni Martman apandim ziyorat qilgan dedi, bizda xalqni aldab shunsin, bizda strategiyachi yo'q dedi aniqla. Faqat dedi, demak ki bizda tüzük bir adam, tüzük yetilgen siyasi cihati olsun, strateji cihati yetilgen adam yok ama hele ki faaliyetçiler özüne hele ki diplomat kalıp göz çıkıştırışıyorlar. Yani diplomatik ahanda gap kılıştırışıyordu. Baya Abdurrahimcan'ın diyen gibi misal algan misali şu. Yani diplomat bu ketken yerde öyle ki özü için. Diplomatik ahanda işki bıslık yakığa yerde o özü. Əməliyyat bizge o'xshash tayoq yeb, dömçüp ağız burnu qanab yotgan odam, Mekke deb qo'limizdan tortib yordam qilayotgan odam, menga kim yordam qilsa, men shuni qo'llayman deyishimiz bu erkak so'z. O'g'illarning gapi. Sana nima qo'ydi diplomatchilikni u yerda? Qaysi diplomatiyat o'qigan emasan? Ayakka chipib, mayada chipib, jiningni boqqanmay, da'vo sepib kirib, jiningni o'qaqqan bir atanmış faoliyatchi xolos. Bu yerda diplomatiya o'ynab xalqimizni aldırma demoqchiman. Jasorat gapingga bir qo'shim chiqib qo'yay, qiziq gap bo'ldi. Bu birinchidan bizda hozir diplomat degan bir davlatimiz bo'lganda, undan keyin bo'ladigan narsa bu. Davlatimiz qurilmay turib, o'zini diplomat chaqlab olganlarning hamda ishda xatoliklarni qilishi u bali gap. Davlat qurilmay turib, o'zini diplomat chaqlab olgan tashkilotningki faoliyatchisi diplomat bo'lmaydi hech qanday yerda. Tabii. Yana birisi siyasetçi mi yok hazır bizim aramızda? Hemmisi bir faaliyetçi hesapta. Siyasetçi degen resmi devlet kurulup şu partiler, şu devletin siyasetini yürgüzge vaktinde siyasetçi olduğun gap. Hazır siyasetçi olgandaki falançılar dep koyduğun gaplar Uygurlar arası siyasetçi yok. Hemiz faaliyetçi hemimiz hesapta hem de. Bir faaliyet kılalıgan bulsak da. Hem de bir yerdeki Abdurrahimcan'ınki bir gapden ma gap isim gap kaldı. Asaslık niyet. Şu niyetke bağlılık neyse bu. Bu neyde nimi sözleş? Hele ki kalbinde nimi bolsa bu tılgı yansıydıgan iş gelmez mi bu? Bu bir adam tuyuksuz senin bir nesini mikrofonunu uzatkan vaxtıda yakımsız şu nimka vaxtıda senin kalbinde nimi bolsa şu ağzını çıkırken. Mesela şu kalbide Bay Abdurrahimcan degandek hele ki vaqtincha bu o'zining ko'ziga ko'rinadigan oson bilingan narsa ba'zi bir qism faoliyatchilarga, Uyg'urlarning orasidagi o'zini faoliyatchi davatgan ya faoliyat qilayotganlarning ko'proq og'ziga oldiganda shu o'zini nihoyatda cho'ng diplomatdek o'ylab Xitoy münasebetleri, Amerika münasebetlerini oylab ketdi arlıqda texe. Bu Xitoy münasebetleriyle Amerika'nın münasebetlerini yaxşılamas sana mı kaldı? Bir yerde bu haqiqiy siyasetçileri bu Amerika'nınki sen ondan film qilsan mı, g'am qilsan mı? Şunun uchun adamning g'idig'ini keltiradigan ishlarni qilmay, dehqon tili deyotgan chaqda adamning g'idig'ini keltirmay, amaliyotga uyg'un xalqimizni ziyon uchratmaydi-da. Gap qilgan vaqtimizda ochiq gap qilib, nima bo'lsa shuni deb, hamma Uyg'ur inglizcha bilmaydi, hamma Uyg'ur yaponcha bilmaydi, hamma Uyg'ur nemischa bilmaydi hamda.
Hatta Türkiye'de yaşayıp 30 yılın Türkçün toluq sözləməydiganlarını görüp geldik. Türkiye turib Türkçünü yaxşı oqamaydiganlar ba. Şunun ba xəbərlərdən xəbərdə bola alaydiganlarımız xalqımızı to'g'ri yönlendireyli. To'g'ri yönlendireyli, bana deb bireyli bizning hammadan umumiy asosiy maqsadimiz vatanimizning mustaqilligi. Vatanimizning mustaqilligiga ziyonli ish qilgan odam biz uni yaloqchilik qilishimizning hojati yo'q. Eli choydan bo'lib ketsin, baydan bo'lib ketsin, nim bo'lib ketsin. Xitoy bilan appoq chappoq bo'ldimi birisi? Xitoy bilan yaxshi munosabat quraman dedimi? Unda bizga ziyoni. Shu. Bu yerda hech yeshanmaydigan, taklif qilolmaydigan masala yo'q, qarindoshlarim. Yani uçuk hamma narsa. Agar bizning dushmanimiz kim o? Shuning uchun oldi bilan dushman, nafrat bilan muhabbat ayrilish kerak deydiganim. Dushmanimiz aniq bo'lish kerak. Dushman kim o? Xitoy. Bizning Uyg'urdan o'zimizning bir-birimizga dushmanimiz bo'lmasligi kerak. Xitoy dushmanmi? Unda bo'lsa Xitoy bilan dushmanlik qilganning har qanday bizning do'stimiz, qora bo'lsin, oq bo'lsin, yeshil bo'lsin, sariq bo'lsin, nim bo'lsin. Endi bu yerda shu rastçılık kılamaslık meselesi mi? Biri özlerini hata açtık diplomat dep oylap kalışlardan. Rasmi ki men bu açta diplomat mı ya dep kaldıgan. Ya siyasetçi mi dep kılıp özü hiç açtık. Uçamda işten yok. İsmim Macem böyle dep açtık. Takıp sözlep koyduğun işler açta yerlerden kildiken çok. Hiç kayısımızdan bu Amerika'nın ya ki bu özümüz yaşavatkan devletlerin siyasetlerini astın üstün koyutulan bir gücümüz mü yok Uygurlarının bizninki. Tabii. Bunun için haddimizni bilip özümüzün Uygurlarının menfaatiga nemi paydalık, nemi ziyonliqni o'ylab qo'yib so'zlayli da bir so'zilsak bir yerlarda. Yana bir narsa hamda bu yerda bu hamda boya deb ketdik ko'ngildi ba og'izga chiqir ekan deb. Bu nurgun hem de analizler buldu. Bizim hazır asaslık Uygurların arasındaki ötken de değiştik. 4 çoğun bir bölünüş var. Bunun içindeki 2 çoğun bölünüş birisi şu müstakillikni xalaydiganlar bilan müstakillikni xalamaydiganlar. Va müstakillikni xalaydiganlar bu og'zi nim bu so'z shuni deydiganlar hamda. Bu bir yerde yoşuruluş yok. Müstakil çünkü bir yerde müstakillikni xalayma degan adamning yoşurilgan nemiz qoladi. Shu. Birinchi dushmani Xitoy. Endi mayada bir saxtapazlik bor. Xalqimizning orasiga kelsa mustaqillikni talab qilman davoldigan amaliyotda o'zini cho'ng diplomatdek o'ylab ketib, davlatlarning yiniq kelsa, biz avtonomiya talab qilamiz deydigan saxtapazlar bor. Endi mana mushular xatarlikda mushular. Hem shuning uchun bu yerda xalq bizga o'xshash bir oddiy bir Uyg'ur bo'lish salohiyatimiz bilan xalqimizga deydigan mening bir kishilik nimam biz tashkilotning a'zosi ya shu tashkilotni qo'llagan vaqtimizdimi mayli bu yerda qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy shu tashkilotingizning prinsipi nima? Tashkilot deganning bir o'zining asos qonuni bo'ldi-ku, tashkilotning nizomnomasi bo'ldi. Tashkilotning nizomnomasi nima deb ko'rib beqish kerak xalqimiz. Tashkilotning nizomnomasida mustaqillik yo'qmi? Unda sen o'zing mustaqillikni xolamaydigan, xolab kirdim deganlik bo'lsa. Bu yerda o'zining tashkilotining nizomnomasini bilmaydigan tashkilot a'zolari jiqchi. Undalar ko'p. O'qmoqmaydigan. Ammo sening tashkiloting mustaqillikni talab qilmaydi desa, kunlarcha takallashadi biz bilan, ammo o'zining tashkilotining nizomnomasini o'qib boqmagan teqcha. Bas. Oldi bilan bu mustaqillikni talab qilamdi, qilmamdi mening tashkilotim degan vaqtida nizomnomasini o'qing qarindishim. O'qib bo'lgandan keyin kelib talishing. Uningki ulgursiz. O vaqtida siz o'zingiz mustaqillikni xohlamsiz, xohlamamsiz shu chog'da belgilangda, qarg'uvlarcha ishonmaslik kerak bir tashkilotga. Endi inshaalloh Dunyo Uyg'ur qurultiyining rasulsa deb qo'yaylik inshaalloh. Mustaqillik talab qilamiz deb ochiq oshkor qaror chiqargan o'xshaydi-ku, xatolashmasam. Inshaalloh hamda shu mustaqillik talab qilamiz degan o'xshaydi. Ba'zi rasmi yağamı shunda bir xabarlarni anglab qoldim. Bütün qarindoshlarimiz inshaalloh mustaqillikni talab qilgan ochiq oshkora durust bo'lishga Alloh taolo shunday bir
iroda, haqqoniyat shunday bir durustlik ato qilib o'tay inshaalloh. Hisobda bunday aytgan chog'da bir hidoyat ato qiladi deydigan darajada duo qilgan bo'lib qoldim mush qarindoshlarimizga bir rost chin qalbidan mustaqillik talab qiladigan bo'lib ketsa, yolg'onchilik qilmasa, xalqimizni aldimasa deb duo qildigan, yolurdigan bo'lib qoldim gap. Aslida chunki saxtipazlikdan saskinib ketdik. Xalqimizni saskandi yolg'onchilikdan, ko'zbo'yamchilikdan, shu xalqimizning oldiga kelib mustaqillik deb pul yig'ib, u pulning naketgini aniq emasligini ostidan avtonomiya talab qilib yurayotgan xalqimizning pulini qashlab. Hamda bunday ishlardan saskandik. Shu xalqimizni bu sagaglikka, ziraklikka da'vat qilish bizning burchimiz deb qarayman. Inshaalloh chiqib og'zimiz bilan dilimiz birdek bo'lsin hammamizning. Amin. Boshqa gapim yo'q adash. Şunu bizden de vazir kıvatkan işimiz mi bayı sen degendek şu rastını sözleş, bağlı sözleş, doğrunu sözleş. Muşunu kıp kalıtımız. Biz mi adette hemmimiz hizmetteki aldıraş adamlar biz başkalar uçuş günde ekran içip otamıdık ama şamalının yönünüşü sel teptürge manganda bazı sepsetler eviz ep ketkende halkımızga doğrunu köstüp veriş için əməliyyatın nemiligini anlatıp veriş üçün əməli isbatlardan sözlər az bulmağa adamlarını bir qayıl qilishqa tirishib kelyapmiz xolos. Amma bizning Uyg'urning aslida mashundaqki, rost so'z demak, lilla odam bo'lmoq oson emasga. Tanqidlarga mushrab kelyapmiz, ammo hech qanday tik o'tiribdik, ishqasimiz yiqilib qolmadik. Inshaalloh davam qilamiz, chunki bizda ashtaq bir ishonch bor, iroda bor, iymon bor to'g'risi, mundaqcha aytganda biz durust qilishimiz, paloni xo'jamning so'litiga, qalpiqiga, do'ppisiga emas, haqqoniyatni hurmatlaymiz, haqqoniyatni, rostchilikni hurmatlaymiz. Ham shu bo'yicha ish qilib yashab kelgan odamlar biz. Shunglashqa shunday qanaqa abay degandek sal qozon qaynab varaqshib bir xato ta'sir beradigan chog'da asta chiqib to'g'rini so'zlab kelyapmiz. Ham bu ishimizni inshaalloh davom qilamiz. Hech kim bizni to'sib qololmaydi. Ham xalqimiznikimi, shu ekronni ko'rguvchilarnikimi boya oddiy misol umid deb o'tgandek birsiga ergishib, uning depini chelishdan burun uning daftariga nima yozilibdiga bir qarab beqishingizni tavsiya qilamiz yani. U sizga og'zida voy vatanning mushkimi mustaqillik talab qilgan chog'da men qilmam demdisi, o'g'lidek qildi-ku, to'g'riga qildi-ku demay. Nizomdan menga nima yozib daftarim ko'rpa qaychu deb bir varaqlab beqan qayrindishim. Ammo umid nadan oldi, rasmi men ma'lumotni bu xabarni Allah'ınki mustaqillik yo'liga mangimiz deb daftariga yozganini yozgan bo'lsa, bu yaxshi ish. Ya'ni to'g'ri yo'linish, to'g'ri o'zgarish. E'lon qilamiz debdimi hamda e'lonni qachon qildi? Inshaalloh e'lon qilganda ochiq oshkora. O'z ko'zimiz ko'rsak, o'zgarish bo'pti deb bizni qo'llaymiz, xo'sh bo'lamiz to'g'risi. Qo'llaymiz-ku, maqsadimiz shu qo'lni shunday ochiq oshkor chiqsa, erkakdek, ras Uyg'urdek, ras o'tirg'i chiqib bir yolg'onchilik qilmasa, hammamiz bir yo'lda mangsak shu maqsadimiz shu-ku. Tabii. Bizning jiqtab ketdik, bir shaxsiy bilan adovatimiz yo'q. Ammo vatanninki, millatninki dushmanlari bilan adovatimiz bor, da'voniki sotqinlari bilan adovatimiz bor. Bu yo'limizdan yanmaymiz, doim davom qilamiz inshaalloh, chunki biz haqning g'amini yengib chiqadiganligiga ishonamiz. Bugun asosli bir temani yo'ritib berishga tirishdik og'inlar, ya'ni Amerikadagi saylam to'g'risida to'g'ri uchurni asos qilib turib, to'g'ri yakun chiqarish ham bo'libmi, Amerikada bir aniq bir natija chiqmagan ahvolda aldirab bir iqimdan keyiniga kirib ketmaslik ham bir umidda o'tirish muhimi. Umid bilan o'tirishga xalqimizni chaqirish maqsadida bugungi programmani qildik. Ham asosli deyilgan gaplarni deb bo'ldik deb o'ylayman. Agar chala qolgan to'liqlaydigan yer bo'lsa, ishkanlardan olsak, bo'lmasa vaqt bu bilan berib qolibdi. Vaqtim birga bo'ldi. Sizlarga ko'p rahmat Jasorat Abdurimjon. Rahmat. Hammanglarni Allohga omonat qarindoshlar.
Boludu, anda olsa muştaq bir lazım bo'lganda ag'illar yana pat-pat ko'rishib turmiz, chunki xalqning ehtiyoji bor. Manga açtaq inkaslar doim kelib turg'achqa sizlarni pat-pat avar qilib turma. Bugun yana 2 soat ortiq vaqt chiqarib programmaga qatnashib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Burchimiz. Oldi bilan hammalarga Allohdan salomatlik tilayman, teninglar salomat bo'lsin, oilanglar xotirjam bo'lsin. Qolgan ishlarni yana bir fursatlarda ko'rishib turamiz, og'aylar hamsa. Xayr. Xayr, Allohga omonat hamsa. Kök maygılık ay çolpan. Abduri Ahmet Egenberdi. Kök maygılık ay çolpan. İsmin kimdir ey canan? Men bilelmey köp heyran. Ya Mayimhan, ya Rızvan. Ya Nozugum, İbarhan, ya tutsımu bek pinhan, lekin namın ming dastan, kök maykılık ay çolpan. Bilmisemmu namыңni, yazmak buldum şanыңni, aklap nomus arыңni, razı kılıp el yarыңni, berdin aziz canыңni, kök maykılık ay çolpan. Çolpan desem yoruq sen, imanğı bay uluq sen, hüsnü kamal toluq sen, devrim tuqqan utuq sen, han tengridek kutluk sen, kök maykılık ay çolpan. Yav tossumu yolungni, uğrap oң hem solungni, egmey kayser boyungni, neyzi qilib qolungni, dadil aytding sözungni, kök maykılık ay çolpan. Yo'qol deding yerimdin, bu yer bizning qadimdin, chimdim tuproq tenimdin, daryo suyi qinimdin, ortiq mening jinimdin, mardlik yog'di tilingdin, kök maykılık ay çolpan. Sen yoruq cahanım, yolvas sübət pelvanım, zulpqar til zibanım, şan şevkiti devranım, Uyghur kızı evladım, kök maykılık ay çolpan. Kısas ölmez gün kiler, bu zulmetlik tün biter, Tengri yüzüde gün küler, halkım mengü yad eter, pak ruhini şad eter, kök maykılık ay çolpan.